Payg'ambarlarga nima uchun ergashishgan? So'zi bilan amali bir bo'lgan. So'zi bilan amali bir bo'lgani uchun bizning payg'ambarimizga ham amin degan laqab berishgan. Ya'ni ishonchli odam degan laqabni berishganda, hali payg'ambar bo'lmay turib Facebookda ko'p aytishadi. Bolalar yomon bo'lib ketdi, maktabga mana bu narsani fan qilib kiritish kerak. Bolalar yomon bo'lib ketdi, tualetda o'zini qanday tutish, bolalarga maktab o'rgatish kerak dedi. Yo'q, bu o'ta sodda narsalar bu narsalar. Xulq-atvor bilan o'rganiladi. Atrofimizni ko'ramiz va shunga biz taqlid qilamiz xolos. Buni men aytmaganman, buni tarix aytgan. Bolani tarbiyalay olmaysiz, bolaga faqat o'rnak berasiz. Konfetni yeb, qog'ozini tashlasangiz, bolangizdan qanaqadir odobli, ekologiyaga do'stona yondashuvchi odamni kutmang, u ishni qilmaydi. O'zingizdan oshmaydi bola. Maktabning muammosi nimada yoki ota-onaning muammosi nimada desak, bu aslida ekzistensial, doim bo'lgan muammo, bu yangi muammo emas. Biz faqat doim muammo deganda o'zimizni ko'zimiz o'ngida o'sayotgan yosh avlodni muammo deb ko'ramiz. Muammoimiz shunda. Nima demoqchiman? Ta'limdagi muammolar, tarbiyadagi muammolar, ota-onaning muammolari hammasi hamma zamonlarda bo'lgan. Bu yangilik emas, bu haqida rivoyatlar bor, siyqas chiqib ketgan matallar bor, ya'ni biz ham eding seningdek, sen ham bo'lsang meningdek degan. Yoki o'sha qadimgi Misrdagi yozma yodgorliklarda hozirgi yoshlar buzilib ketyapti deb yozilgan ekan. 5000 yil oldin. Klassikada ko'ryapsiz, o'sha paytda degan bo'lsa, u muammo hozir ham bor, faqat bizni muammoimiz shuki, biz shuni hozirgi yoshlarning, hozirgi davrning muammosi deyotganligimiz. Shuni demasak, bu anaqa nima desamki, muammoligicha qolaveradi, lekin yaxshiroq tushunamiz. Xo'p, maktab nuqtai nazaridan bugun mana shu masalada qanday deylik qiyinchiliklar bor? Qanday? Demak, boya aytdim, mana muammolar o'sha, faqat shaklan yoki ko'rinishidan o'zgargan xolos. Mohiyatan o'sha. Ya'ni mohiyatan nima? Xulq-atvor muammosi bormidi? Bor edi avvalam. Lekin meni kechirasizlar-ku, masalan, men tengqurda hozir ota-onalar farzandini yoshi maktab yoshi bo'lgan ota-onalar men tengqur, siz tengqur bo'ladi. Lekin hamma bir ovozdan aytayaptiki, hozirgi bolalar yomon bo'lib ketgan deyapti, misol. Lekin avval ham shunaqa bo'lgan, o'zlarini yoshligini eslasa shunaqa bo'lgan, faqat hozir uning shakli o'zgargani uchun bizga o'sha shakl yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Endi bitta biz o'tib ketaveramiz hozir konkretlashtirib muammolarga. Masalan, aytaylik, xulq-atvor bo'yicha ko'p anaqa tushadi-da, eng ko'p dodvoy soladiganlar internetda bu o'sha xulq-atvori. Nimadan? Masalan, bolalar o'qituvchisini ustidan anaqa qilishibdi. O'qituvchisini to'pposlabdi degan narsa bor, o'qituvchisiga gap qaytaribdi, xo'rlabdi uni sinfda degan narsa bor. U narsa avval ham bo'lgan. Men amakilarimni katta hovlida o'sganman-da. Katta hovlida katta oila amakilarim u paytda yo o'quvchi bo'lgan, yo o'quvchi bo'lib bitirishgan yosh bolaligimda. Shularni maktab xotiralarini eshitib katta bo'lganman. Eshitib hayron qolardim, shunchalik bo'ladimi deb. Misolda ustozlarni qilgan qiliqlari, bolalarning ustozlarga qilgan qiliqlari bo'yicha juda ko'p o'sha muammolar bo'lgan ekan. Faqat hozir shakli o'zgargan. Ko'rinishi, shamoyili o'zgargan xolos. Ya'ni o'sha turibdi. Asosan demak muammo desak, ko'pchilikni xulq-atvor qiziqtiryapti. Xulq-atvor deganda bolalarni birinchi o'rinda qanaqa gaplashyapti ular, ha? Endi ular hozir avvalgidek ozgina katta bo'lsa yerga qaramayapti-da. Misol, yerga qarab gapirmayapti. Shuning uchun biz uni qabul qila olmayapmiz. Bu nimaga menga tikka qarab gapiryapti deyapmiz. Qabul qila olmayapmiz. Vaholanki bu narsa qachondir o'tib norma bo'lib qoladi. Katta bo'lsin, kichik bo'lsin, tik qarab gapirishi norma bo'lib qoladi. Yaxshi emas, norma. Ya'ni bu yerda biz norma va yaxshini farqiga borib olishimiz kerak. Ya'ni o'rganib qolinadi. Da, men shundan boshlamoqchi edim o'zi. Muammoga yoki yaxshi yomon degan, biz muammo desak yaxshi yoki yomon narsani ko'rib chiqamiz-da hozir. Shunday ekan, bunga avval qanday qarashimiz kerak? Norma emas. Yaxshi va yomon kategoriyasidan qarashimiz kerak. Ya'ni yaxshi va yomon bu hissiy baho. Odam o'zi baho beradi. Shu men uchun yaxshi, men uchun yomon deydi. Norma
va normadan tashqari abnormal, norma va norma emas kategoriya boshqa narsa. Bu ko'proq ilmiy, amaliy baho. Konkret mana bunga holatga qaraysizda bu normalarga mos deysiz. Lekin Ya'ni yaxshi jamiyatda emas. qabul qilingan ijtimoiy norma haqida gapiryapsiz-da, to'g'rimi? Ijtimoiy norma bo'lsin, ilmiy norma bo'lsin. Masalan, 13 yoshli o'g'il bola, 13 yoshli o'g'il bola bema'ni hazil qilyapti, xoxolab kulyapti. Noo'rin paytda xoxolab kuladi. Juda noo'rin paytda, masalan, dars bo'lyapti, xoxolab kuladi, o'qituvchi uni o'ziga haqorat deb qabul qiladi. Lekin ilmiy tomondan olib qarasangiz, 13 yashar o'g'il bolalarning bir qismi uchun bu tabiiy narsa. Psixologiya isbotlab bo'lgan buni. Yosh psixologiyasi, ya'ni yoshga doir psixologiya aytganki, 13 yoshli o'g'il bola ba'zi shunaqa bo'ladi. Bunday qarasangiz so'qimdek kattagina bola, lekin nimaga bu yosh bolaga o'xshatib tutyapti deysiz. Lekin ilmini o'qisangiz, ilmida bu yoshda bunaqa ham bo'ladi, bunaqa ham bo'ladi deb qo'ygan. Lekin yaxshi emas. Tushunyapsizmi? Ya'ni norma degani yaxshi emas. Xuddi shuni tushunib olsak, biz osonroq, yaxshiroq yondashamiz. Qayerdadir biz o'quvchini tushunishga harakat qilamiz, qayerdadir ota-onani tushunishga harakat qilamiz, qayerdadir ustozlarni ham u yoki bu xatti-harakatini tushunish bilan qabul qilamiz. Chunki biz o'zi ilmni vazifalardan bittasi ham tushunish-ku, anglash. Anglamasak qanaqa qilib biz unga u yoki bu chorani qo'llashimiz mumkin. Demak, xulq-atvor masalasida birinchi o'rinda muammo biz yaxshi yomon bilan norma emasni aralashtirib o'tayotganimiz. Misol uchun siz kasalxonaga borasiz, qon topshirdingiz. Qanaqadir gormonga qon topshirdingiz, ha? Aytaylik 40 yoshli kirchillama yigit uchun mana shu gormonning normasi deb qo'ygan 20 dan 35 gacha deyilgan. Sizniki 21 chiqdi. Siz qaraysiz, joyida ekan deysiz. Nimaga? Chunki ilm aytgan normaning diapazonida turibdi. 20 dan 35 gacha bo'lsa, siz uchun yaxshi. 40 yashar erkak uchun deyapti. Lekin sizniki 21 chiqsa, siz xotirjam bo'la olmaysiz. Ha, normani ichida, lekin doktor aytadi, "Yo" deydi. Buni bir 25-30 qilib qo'yaylik, hech bo'lmasa, shunga bir qanaqadir muolajalar qilaylik deydi. 21 normaning chegarasida turibdi, lekin yaxshi emas. Xuddi shunday xulq-atvorda ham, bilimda ham, boshqada ham shunchaki yaxshi va yomon deyishni o'zi bilan bo'lmaydi. Norma bu, norma emasmi? Shunga qarab ko'p qarorlarni to'g'ri qabul qilsa bo'ladi. Keyin albatta ta'limda boshqa muammolar ham bor, lekin biz ko'proq axloq haqida gapirishimiz mumkin, chunki bu yerda texnik tomondan olsangiz ta'limdagi ota-onalar, o'quvchilar va ustozlarni umumiy muammolari faqat axloq haqida emas-da, masalan, darsliklar ham bor, ta'lim tizimidagi xatolar, qarorlar va o'ta ko'p o'zgarayotgan yangiliklar. Bularning hammasi juda katta muammolarni keltirib chiqaryapti. Ya'ni hali ham bitta standartga kela olmayotganligimiz bu texnik jihatdan kelajakda juda katta og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan muammolar hozir bor. Ularning og'ir oqibatlari keyin bo'ladi. Albatta bo'ladi. Shuning uchun istardimki, siz bu yog'idan kirasizmi? Masalaga axloq tomondan kirasizmi? Shunga qarab bitta-bitta ketaveramiz. Axloq tomonidan kira qolaylik. Men qiziqtiradigan ko'proq shu munosabatlar qiziqtiradi. Masalan, til topisha olyaptimi maktab jamoasi bilan ota-onalar masalan? Qaysi nuqtalarda tushunmovchiliklar bor? Mana ba'zan guvoh bo'lyapmiz. O'sha asosan o'qituvchilarni aybdor deb bilish, ota-onalar tomonidan maktablarga borib, hatto urush holatlariga duch kelyapmiz. Shu ziddiyatli holatlar, qanaqadir bolasini juda arzanda bilish. Bizni paytimizda men eslayman, hatto o'qituvchi nohaq bo'lsa ham ota-onam aytardiki bizga, "Yo'q, o'qituvching haq, ayb o'zingdan bo'lgan. O'qituvching bekorga tanbeh bermagan." Lekin hozir mana bir kun guvoh bo'lyapman, ko'chaga shunday chiqdim, ro'paramdagi uydagi bir ota bir 12-13 yashar qizini qo'ldan yetaklab shunaqa endi uyat so'zlar bilan so'kinib qo'lidan qizi men bilishimcha yig'lab maktabdan uyga qaytib kelgan. Hozir boraman, ko'rsatib qo'yaman shu o'qituvchingni, falon qilaman, piston qilaman. Endi bilmadim maktabga borib nima hodisa ro'y berdi, ana o'qituvchi qanaqa holatga tushdi. Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lib turadimi yoki birgalikda endi mana o'quvchini bir mahsulot desak, uni bir inson qilib yetishtirishda endi undan olganda
Shu borada qanaqa holat bo'lyapti o'zi? Bu holat hammada bo'ladi. Ya'ni bu yangi zamonni albatta siz aytdingiz, mana biz unaqa emas edik. Asosiy katta sezilayotgan farq shunda. Rostdan ham shaxsan o'zim ham eslolmayman. Men uyga kimnidir ustidan shikoyat qilib kelganimni, yo sinfdoshlarimni, yo ustozlarimni, yo rejimni ustidan uyga hech qachon shikoyat qilib kelmaganman. Vaholanki og'ir sharoitlarda o'qiganman. Og'ir sharoit deganda tasavvur qiling, o'g'il bolalar litseyi, o'g'il bolalar litseyi bo'lgandan keyin qiz bola bo'lmasa va u yotoqli internat bo'lsa, u yoqda og'irroq anaqa bo'ladi. Dedovshchina. Ha, anaqa liderlik uchun kurash bo'ladi, sal narsaga urushib ketish bo'ladi. Hamma narsani stadionda mush bilan hal qilishga intilish bo'ladi. Men yaxshiman, sen anaqasan, men shaharlikman, tushunyapsiz? Men tumanni markazdanman, sen qishloqdansan. Bu bor narsa. Lekin umuman olib kelmaganmiz. Hozir olib kelayotganimiz sababi bolalarmi? Bolalar emasda. Mana shu yer asosiy nuqta. Qarang. Hozir bola uyga kelib nima deyapti? Ana sinfdoshi manaqa dedi, keyin men unaqa dedim. U meni urdi, deydi. Qo'lidan yetalab, chaqir, sinf rahbariga kelib, chaqir o'sha kim zo'ravon, uni ota-onasini chaqirman, undoq qilib qo'yaman, bundoq qilib qo'yaman, deydi. O'zimning tajribamda bu deyarli har kuni bo'ladi. Surishtirib kelsangiz, arzimagan ikkala tarafni bolacha, ya'ni kecha indamay qo'yilganda bugun yana o'rtoq bo'lib ketishardi. Bolalarcha o'sha o'zini bir-birini tushunmasligi oqibatida nimadir kelib chiqqan. Mana uyda o'tiribmiz, kecha oqshom o'tiribmiz uyda. Qizim aytdi, ana o'rtog'im deyapti, u o'rtog'i bilan ancha yaqin bular. Bo'lmasa juda ham yaqin. Masalan, ba'zida shanba kuni o'sha o'rtog'imnikiga olib borib qo'yasizmi? Yarim kun o'sha yerda o'ynaymiz, ota-onasini nazoratida deydi. Xo'p deyman. Palon joyga birga bormoqchi edik desa, men o'zim shaxsan nazoratimda olib boraman. Ular o'sha o'yingohda o'ynashadi, keyin men ularning ota-onasiga telefon qilib jo'natib yuboraman. Ya'ni shu darajada yaqin o'rtog'i bulardan xafa bo'lib qolganimiz. Men aytdim, xo'sh nimaga xafa bo'lib qoldi desam, bir balolar dedi. Ya'ni u aytdiki, biz u bilan o'ynamayotganimizmiz, bitam. Tushunyapsiz-a? Ya'ni qizlarga xos, 12 yashar qizga xos bu. Mana bu o'rtog'i bilan bugun ko'proq vaqt o'tkazgani uchun uni g'ashi kelgan. Lekin xuddi shuni men qulog'imdan chetidan o'tkazib yuboraman, chunki bu bolalarga xos har kuni bo'ladigan narsa bu. Buni krizis, buni yoki nima deydi, travma deb qabul qilmaslik kerak. Lekin boshqa turdagi ota-onalar bor, xuddi shunaqa holatda meni yonimga kelishadi-da, savolni bundoq qo'yadi. Sizlarni maktab yillarida guruhlashish bor ekan-a, deydi. Masalaga keling. Xo'p, mana shunaqa bo'pti. Bu guruhlashish emas, bu o'sayotgan bolalarni jamiyatda pritirkasi deydi, bir-biri bilan nima deydi? Ishqalanib, turtinib, munosabatlarni o'rnatishi va qizil chiziqlarni o'rnatish jarayoni bu. To'g'rimi? Siz butun umr hamma bilan yaxshi bo'lib yurasizmi? Hamma bilan yaqin bo'lib yurasizmi? Yo'q. Hamma bilan hamfikr bo'lib yurasizmi? Yo'q. Lekin kim siz bilan yaxshi chiqisha oladi? Kim siz bilan hamfikr? Kim bilan sizning aqliy, ruhiy, psixologik deylik, o'sha qarashlaringiz mos kelishini qayerdan bilib olasiz? Bu bilan bir oy do'stlashasiz, bu bilan u yerda bir vaqt o'tkazasiz, kim bilandir safarga chiqasiz. Shunaqa bo'lib saralanib qolaveradi. Bu degani hamma bir kishi hamma yaxshi do'stlarni topib oladi, qolganlar qolib ketadi degani emas. Hamma qalban o'ziga yaqin o'rtoqlarni topib oladi, lekin kelib shu guruhlashishga qarshi nimaga hech narsa qilmayapsizlar deydi. Biz aytamiz, qilish mumkin emas. Bu guruhlashish emas, chunki bu tabiiy insonlar orasidagi munosabatning ilk shakllanish bosqichlari, bu yerda aralashilmaydi. Qizimga ham aytdim, xo'p, nima bo'pti endi? Nima bo'ldi shundan keyin? Nima bilan tugadi? degan savolni beryapman. Yo'q, bugun endi o'sha xafa bo'lganicha uyga ketdi, deyapti. Men aytdim, u seni o'rtog'ingmi? Ha, qadrlimi sen uchun? Ha. Rostdan ham uni yakkalab qo'ydinglarmi? Yo'q, biz yakkalamadik. Unga shunaqa tuyulyapti. Bo'ldi dedim. Unga shunaqa tuyulayotgan bo'lsa, shunaqa ekan dedim. Lekin sen shunaqa bo'lmasligini xohlasang, shunday qilginki, unga shunaqa tuyulmasin. Ertaga birinchi qiladigan ishing kelib u bilan ko'rishish bo'lsin. Birinchi bo'lib, qalaysan, yaxshimisan deb ko'rishish bo'lsin. Tushlik paytda birga o'tirib tushlik qilinglar, bo'ldi dedim.
Meni vazifam yechim berish, u maktabga olib kelib, uni nimaga bu yerda guruhlash bo'lyapti. Men ham xuddi shunaqa ota-onaga o'xshab sinf rahbariga kirib, Nadejda Aleksandrovna, nimaga bu sinfda siz guruhlashga yo'l qo'yyapsiz desam bo'ladimi? Bo'ladi, lekin nima foydasi bor? Shuning uchun muammo aslida biz muammo deyotganimiz asli muammoning oqibati. Muammo aslida biz o'sha narsalarni yaxshi anglamayotganimiz, o'sha narsalarni ildizini ko'rmayotganimiz. Ildizi, aytaylik siz aytgan o'sha uyga shikoyat qilib kelganda nima bo'ladi o'zi? Xo'p, qanday yechamiz buni? Sen nima qiluvding degan savollarni ham berish kerak. Bu endi zararsiz voqea kecha qizim bilan bo'lgan edi, lekin aytaylik siz ko'rgan voqea, qizini qo'lidan yetalab yurmay hozir yomon qilaman degan voqea boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Aytaylik ustozi og'irroq tanbeh berib qo'ygan bo'lishi mumkin. U kechqurun yig'lagan bo'lishi mumkin. Yoki ko'pincha kechirasiz, gapingiz bo'ldim. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, o'quvchilarni bir ko'z bilan qaramaydi ba'zan. Qaysidir o'quvchini o'ziga yaqin olib, yaxshi ko'rib yuqori baho qo'yadi, qaysiga. Shunaqa holat ham ba'zan bolalar shundan xafa bo'ladi ustozdan. Shunaqa ko'p bo'ladi. Men bunga o'zi aslida umuman jiddiy qaramayman. Shaxsan direktor sifatida va ota-onalar menga ham ko'p keladi. Ota-onalar mening yondashuvimni ko'rib yana jahli chiqadi. Ya'ni sizni pozitsiyasi shunaqa bo'lgandan keyin deydi. Men aytaman, yo'q. Meni pozitsiyam boshqacha, hozir uni alohida tushuntirib beraman. Masalan, o'qituvchida sabab yo'q-da buni ajratishga. Mana o'zi o'ylab ber, amaliy sabab bormi? Boyib ketadimi bunga ko'proq mehr bersa? Yo'q. Baxtliroq bo'ladimi bunga ko'proq berib, bunga kamroq bersa? Yo'q. Birinchidan sabab yo'q. Ya'ni motiv degan narsa bor. Uni o'shanga undaydigan narsalar bo'lmasa, uni bundan ayblash mumkin emas. Lekin tabiiy reaksiyalar bo'ladi. Ustoz chunki oddiy inson, siz bilan menga o'xshagan, etdan kemikdan bo'lgan inson bo'lgani uchun nimadir unga og'ir botadi. O'sha bir muddat o'sha og'ir xatti-harakat qilgan bolaga nisbatan araz saqlashi mumkin yoki to'g'ri, u professional, uni ko'rsatmasligi kerak, lekin bolalar ba'zi signallarni oladi-da. Mana bu yerda o'qituvchini professionalligi kerak. Ya'ni u boya aytdim-ku, mana qizim bilan nima bo'ldi? Qizim aytayaptiki, men uni yakkalaganim yo'q. Unga shunaqa tuyulyapti deyapti. Bizni qizimizda ham xuddi shunday bo'lgan. Men nima deyapman? Unga shunaqa tuyulayotgan bo'lsa, demak shunday deyapman. Sen shunday qilginki, unga shunaqa tuyulmasin. Ustozlarga ham shuni aytaman. Siz buni odam ajratmayapsiz, lekin bolaga shunday tuyulayotgan bo'lsa, shunday tuyulmasligining barcha chorasini ko'ring deymiz. Ota-onalarga nima deymiz? Yana o'sha qaytganimiz. Bu shaxslar orasidagi munosabatlarning bir bosqichi. Ustoz, bola maktabda 18-20 xil ustozni ko'radi, 18-20 xil xarakterni ko'radi. Vaholanki ota-ona keladida, ona tili ustozi borki, juda ham yaxshi opada shu deydi. Nimaga shunaqa ustozlar olmaysizlar deydi. Birinchidan, kim aytdi? Hamma bir xil bo'lishi kerak. Ikkinchidan, qayerdan biz topamiz bir xil xarakterdagi ustozni? Balkim u ustoz sifatida yomondir, xarakteri zo'rdir, misol. Nimaga bir xil temperament bo'lishi kerak? O'zingizni temperamentingiz qanaqa? Mana ko'rib turman, suhbatda siz kerak bo'lsa shallaqroq ekansiz. Ko'rinib turibdi. Temperament og'ir-da, misol. Lekin siz o'zingizni yaxshi ona deb hisoblayapsiz-ku, yoki buxgalter bo'lsangiz, o'zingizni ishxonada yaxshi buxgalter deb hisoblayapsiz. Ustozlar ham shunaqa. Ya'ni nimaga endi biz ustozga kelganda buni ideal izlaymiz-da. Ideal izlaymiz. O'zi eng katta bosimimiz shu ustozga. Men eksperiment qilganman-da, tasavvur qiling. Endi biz hamkasblarimiz bilan anaqa metodik suhbatlar qilamiz. O'sha bir yig'ilishda endi meni mavzuim nima edi? Aynan ustozlarni o'ziga beradigan bahosi, qiymati, ya'ni ota-onalar oldida qiymatini qanday saqlab qolish, o'quvchilarni ko'z o'ngida o'zini avtoritetini saqlab qolish, shu bilan bir qatorda uzoqlashib ham ketmaslik, shu nozik nuqtada qolish haqida o'zimni tavsiyalarimni berganim. Shunda bir eksperiment qildim. Aytdimki, ekranga bitta rasm chiqardim. Rasmda turli yoshdagi shu zamonamizning odamlari bir nimqorong'i bir kafe yoki restoranda maishat qilyapti. O'ynagan, kulgan, irg'ishlagan, kimdir uni ichgan, kimdir buni ichgan.
tushunyapsiz, kimdir ikki kishi bo'lib chekkada gaplashib turgan vecherinkani tasavvur qildingiz. Bu nima desam, odamlar vecherinkada deyishdi. Xo'p, bunga pozitiv baho berasizmi, negativ desam, pozitiv dedi odamlar. Ishdan keyin dam olyapti, birovga xalaqit qilmayapti. Bundoq. Yaxshi dedim. 1 minutdan keyin, pauzadan keyin qaytdim shu mavzuga, yana rasmni ochdimda aytdim. Mana shular o'qituvchilar desam, fikr o'zgardi. Tushunyapsiz? Shular o'qituvchilar, ya'ni ichayotgan, parichka bo'lib burchakda ikkitasi diltortar suhbat qilayotgan, bu yoqda shayton raqsga tushayotgan. Ko'ryapsiz nima o'zgaryapti? Aytdi juftlashib oldi, bu yoqda bittasi aroqni ichib yotibdi, bu yoqda shayton raqsiga o'ynab yotibdi degani. Ungacha madaniy tarzda hech kimga xalaqit bermasdan odamlar juda yaxshi dam olishyapti, hordiq chiqarishyapti degan munosabat o'zgardi o'qituvchilarni o'zida. Tushunyapsiz? O'zlari ham o'qituvchi, metodik yig'ilish bu. Ya'ni psixologik tomondan o'ziga ham nafaqat jamiyat bizga, o'qituvchilarga bosim o'tkazyapti. Sen bunaqa bo'lma. Bizga mumkin, biz bugun buxgalterlar yig'ildik, biz milisalar bayrami, bizni manaqa kasbimiz, bunaqa kasbimiz, ha endi maishat ishdan keyin juma oqshomida deb pozitiv baholayotganida bular o'qituvchilar edi desa, haligi g'alati sovuqchilik tushyapti yoki yo'q deyapti. Ya'ni o'qituvchiga yarashmaydi degan ma'noda. Keyin aytibman, sizga yarashmaydi, siz o'zingizga shuni ep ko'ra olmaysizmi desam, yo'q ep ko'ramiz-u deyapti. Endi men xuddi shu rasmni ota-onalarga ko'rsatsam, bunaqa odam o'qituvchi bo'lishi mumkin emas, bolalarimizga qanaqa tarbiya beradi deydi, tushunyapsiz? Ya'ni muammolarimiz, boya aytyapmizki, xulq-atvordagi va ustozlarga bo'lgan muammolarimizning sabablaridan bittasi demak, biz ularni ideallashtirib yuborayotgan, ya'ni idealni kutyapmiz ulardan. Nimaga, nima haqqimiz bor ulardan ideal kutishga? Ha, biz yana ularni ideallashtiramiz, lekin nimagadir faqat o'qituvchiga hamma aql o'rgata oladi-da. Tushunyapsizmi? Ideal bo'lsa qo'yib ber, o'zi zo'r ishlasin. Lekin ishini qanday qilishni ham biz o'rgatamiz. Siz mashinangizni tuzatishga bersangiz, masterga borib bu yog'ini qarang, bundoq qiling demaysiz-ku. Yo'q, agar 2 marta ayting, 3-chisida bo'lmasa o'zingiz qilib oling deydi-da. Xirurgga hech qachon pastroqdan kelsin doktor demaysiz-da. To'g'rimi? Lekin o'qituvchi bunaqa bo'lmasligi kerak deydigan har kuni savol. Lekin menda bitta fikr tug'ildi. O'qituvchi bolalarimizga tarbiya beradi, o'qituvchi bunaqa bo'lmasligi kerak deyotgan ota-onalarni o'zi ham o'zini bolasiga tarbiya beradi. Ha, O'zi bu narsani qilishi mumkin, lekin o'qituvchi qilish kerak emas, chunki u buni bolasiga dars beradi. Lekin siz ham ota-ona sifatida o'zingizni bolangizga o'sha tarbiya berasiz. men har kuni bu bilan mana duch kelganim uchun men ustozlarning ko'z yoshlarini ko'raman-ku o'qituvchilar xonasida. Ular o'quvchini oldida yig'lamasligi mumkin. Lekin kelib ko'zi yoqdan yosh oqmasligi ham mumkin, lekin men ko'raman, bu hozir nima uchun bu yerda bunaqa turibdi. Bu hozir razgruska qilyapti. Muomillarim keladi, muammoni ochiqlaydi, mana palonchi keldi, shunaqa og'ir gaplarni gapirdi deydi. Nima qilish mumkin endi deydi. Men aytaman, sizlar bularga yengil yondashinglar. Yengil yondash deganda shunday. Bu men o'zi shaxsiy kelgan xulosam. Ota-onalarning hech biri mutlaq, ya'ni tarbiya berishga qodir, lekin mutlaq tarbiyani berishga qodir emas. Ya'ni tarbiyani hammasini ota-ona berishga qo'lidan kelmaydi, tabiiy ravishda. Sababi bir odamning shakllanishi uchun tarbiyasining shakllanishi, xulq-atvorini shakllanishi, qadriyatlari shakllanishiga ota-ona ham, ko'chadagi muhtam, o'rtoqlari ham va juda ham ko'p bir-biriga bog'liq va bog'liq bo'lmagan juda ko'p narsalar sabab bo'ladi. Hayotidagi bitta voqea ham. Boya siz ukangizni voqeasini aytib berdingiz-ku, misol. O'sha narsa ertaga o'sha narsani mukofotini olsa juda katta ta'sir qiladi. O'sha narsani mukofoti qanaqa bo'ladi? Birinchisi, siz tomondan mukofot. Siz yuqori e'tirof etsangiz, ustozi hammaga mana shu bola barakalla, shundoq qilibdi, kutganimdan a'lo deb qo'ysa, hayotida qilayotgan ishiga bo'lgan munosabat tubdan o'zgarib ketadi va
o'sha munosabat uni axloqini ham o'zgartiradi. Men hech qachon bunaqa chala ish qilmayman, yomon ish qilmayman, sifatsiz qilmayman deb ishlaydigan bo'ladi, tushunyapsiz? Har kuni duch kelamiz, bu bizni nima deydi, stressga, o'qituvchilikni, bolalar bilan ishlashni stressli ish deymiz. Stressga soladigan qismi shu xolos, munosabatlar. Dars o'tish emas, dars o'tishni biladi ustozlar. Faqat o'sha uning ishiga bo'lgan o'quvchining munosabati va ota-onalarning munosabati. Endi ota-onalarni ayblamayman, shunchaki tarbiya berishni bilmaydi, tabiiyki bilmaydi, berolmagan va ba'zi holatlarda o'ta kechikib qolgan bo'ladi, o'zini og'riqlari bo'ladi ota-onani. Biladi bolasini. Bilgani uchun ham u o'ylaydi, bitta hayotiy misol keltiraydi, bu eski misol. Haligi birorta o'g'li, oilada birorta o'g'il bo'yi yetdi, katta bo'ldi, uylanadigan yoshga keldi, na bir topish tutishini nimasi yo'q, tayini yo'q, na bir mehnat qilmaydi, dangasa, uxlaveradi, bir oshna-og'ayni orasida ham bir hurmati yo'q. Ichadi, ba'zilari nashaga berilib ketgan bo'lishi mumkin. Shunda haligi yo'lidan og'igan bola desak, ota-ona biladi bolalarini, mana shu bolam yaxshi chiqmadi deydida nima qiladi? Bitta epchil qizga uylantirib qo'ysak, yaxshi bo'lib ketadi deydi. Yaxshi bo'lib ketgani ham bordir balkim. Lekin formula emas hammaga ishlaydigan. Xuddi shunday bitta yaxshi xususiy maktabga bersam yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Keladi. Men so'rayman ulardan, maktabimizni tanlaganingiz uchun rahmat. Kutilmaysiz nima deyman. Ya'ni siz nima, og'riqlaringiz nima, nimalarni kutib kelyapsizki, biz shunga moslasha olamizmi, yo'qmi? Shuni qoniqtira olamizmi, yo'qmi? Qoniqtira olmaydiganimizni darhol aytamiz deymiz. Ayniqsa mana o'quvchi keldi, bir hafta o'qib ko'radi, bizda adaptatsiya davri bo'ladi. O'sha paytda bilib olamiz, chunki o'quvchi o'ta samimiy nimada xilqat. O'ta samimiy. U 2 kun, 3 kun, 5 kunda ko'rsatib qo'yadi. U yashirib yura olmaydi aslini. Ko'rsatib qo'yadi. Og'zi shaloq bo'lsa, og'zi shaloqligini, qizlarga nisbatan axloqsiz bo'lsa, uni bildirib qo'yadi baribir. Urushqoq bo'lsa, urushqoqligini bildirgandan keyin biz aytamiz, sizni muammongiz nima edi? Muammosi xuddi shunaqa beboshligidan u yoqqa olgan, bu yoqqa olgan, oxiri shu yerga keldik, shu yerda balkim yaxshi bo'lar deydi. Bu o'sha bolani, narkoman bolasini bir yaxshi oilani qiziga uylantirib qo'yib, chora qilmoqchi bo'layotgandek bo'ladi-da, bu ham yaxshi emas. Ya'ni chora emas, chora bo'lsa xursand bo'lardim. Men yo'q, biz qabul qilmaymiz demayman. Men aytaman, ha, pedagogik ego bor, gap yo'q. Ishlab ko'ramiz, lekin mana bu narsa uzoq muddatda bo'ladi. Mana bu narsani tez hal qilsa bo'ladi. Mana buni hal qilib bo'lmaydi, qabul qiling deymiz. Yoki bolani ruhiy, psixologik kasali bor bolalar bor. O'zi normal bola bunday qaraganda. Nima desam ekan? Bir miqdor bolalar bor, ularni ruhiy rivojlanishda, psixologik rivojlanishda va boshqa rivojlanishda oqsoqliklari bor. Uni oqibatida boshqa muammolar kelib chiqqan ruhiyatida, lekin u bolani alohida maktabda o'qitib bo'lmaydi. Unaqa maktablar yo'q, hech qayerda yo'q. Ko'pchilik aytadi, buni spets maktabga, maxsus maktabga berish kerak. Men aytaman, siz maxsus maktab ko'rganmisiz deyman. Maxsus maktablar u ham aqliy, ham jismoniy muammolari bor, haqiqiy nogiron bolalar uchun. U yerda deyarli fan o'qitilmaydi. U yerda bola shu yerda yurib bersa bo'ldi. 11-sinfgacha 4-sinf dasturini o'rganadi. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lishni o'rganadi. Imkon boricha undan ham to'liq o'rgana olmaydi. Bu sog'lom-ku, faqat ruhiyatida anaqa bor. Ayrim buzilishlar bor. Unaqa bolalar uchun inklyuziv shu, hamma o'qiydigan maktabda o'qish kerak. Lekin u bola bilan doim qanaqadir muammolar bo'lishi tabiiy endi. U boshqalarning ko'ziga g'alati ko'rinadi. Zamonaviy tilda buni frek deydi. Boshqaning ko'ziga g'alati ko'rinsa, hali ma'naviy shakllanmagan bola uni ustidan kulib qo'yadi, laqab to'qib qo'yadi. Natijada yana ota-ona aziyat chekadi. Meni bolamni bu yerda ham sig'dirmayapti deydi. Kamsitish deb qabul qiladi. Yoki bir xil turdagi bolalar bor, imidji yaxshi emas, tashqi imidji. Tushunyapsiz-a? Sochini aytaylik, Lermontov usulida o'stirib olgan. Birinchidan sochiga yaxshi qaramagan ham.
o'ziga yarashmagan, men hozir uzun soch o'g'il bolaga yarashmaydi deb o'tirmayman. Uzun soch hamma millatlarda, hamma madaniyatlarda bor. Bizda o'zi kam bo'lgan, bizni otalarimizni yoshligini ko'rsak, kulib yuborasizda, ularni qo'ygan sochini, mo'ylovini ko'rib kulib yuborasiz. Demak, bunga normal yondashamiz, lekin senga yarashmayapti, sen kulgili ko'rinyapsan. Yoki ayrim toifadagi ota-onalar bolalarini, o'g'illarini yashil, pushti rangga sochlarini bo'yab olishiga ruxsat beradi, eksperiment qilishiga. Ha, o'tib ketadi, hozir shunaqa yoshda deydi, lekin o'sha o'tib ketgungacha bo'lgan yarim yillik davrda bolani yaxshigina sinfdoshlari bigiz qilib ko'rsatadi, to'g'rimi? Laqab qo'yadi, uni sal haligi friend zonadan chetlatib qo'yadi. Endi men bularni tilda gapirsam, jo'rachilikdan, odamgarchilikdan chiqarib qo'yadi, sal boshqa bo'ladi. Natijada bolamga shunaqa chetlatish, zug'um bo'lyapti, bullying bo'lyapti degan tushunchalar bo'ladi. Shunda men aytaman, men bu yog'ini to'g'rilayman deyman, bolalar bilan gaplashaman. Siz bolani imijini to'g'rilang. Ya'ni mana falsafachilar biladi, jamiyatshunoslar biladi, komil inson degan ta'rif bor. Komil inson bu hamma tomonlama, hamma joyda ideal degani emas. Komil inson o'zi yashayotgan muhitga moslashib yashay oladigan inson, to'g'rimi? Masalan, bu yerdagi O'zbekistondagi komil inson balkim Fransiyada eng yaxshi ideal fuqaro bo'lmasligi mumkin. Lekin o'zi doimiy yashaydigan hududda o'sha normalarga moslashib, ya'ni birovni burnini qonatmay, o'sha qonunlarga, yozilgan, yozilmagan normalarga adaptatsiya qilib yashay oladigan inson komil bo'ladi. Endi bu soddalashtirib gapirganda aslida ta'rif kattaroq. Demak, o'sha ota-onalarni, yana o'sha xulosamga kelaman, ota-onalarning muammosi aslida bu yerda muammoni natijasini muammo deb o'ylash, asliga qarash kerak. Bitta voqea aytib beraman. Bir yigit bo'lgan bizda, haqiqatda psixologik muammosi bo'lgan bolani, haqiqatda bo'lgan. Lekin o'quvchi sifatida o'rgatsangiz o'rganadi, gaplashsangiz gaplashadi, faqat boshqalardan farqli o'laroq ezmalanib gaplashadi va chaqimchilik qiladi. Tasavvur qiling, meni yonimga o'zi necha marta kelgan. 8-sinf bolani chaqimchilik qilishi o'zi g'alati. Aytaylik, 2 soat avval oshxonada kimdir tarelkani sindirib qo'ygan bo'lsa, meni topib keladi, bitta bola deydi, tarelkani sindirdi deydi. Men birga aytdim, hech qachon birovni aybini aytma birovga dedim. Rahmat senga, lekin hech qachon birovni aybini aytma. Lekin u tushuncha kirmayapti. U shuni to'g'ri deb o'ylaydi. Hozir mana shu bo'ldi, direktorni topib keladi. Direktor bandmi, band emasmi, o'rnimi hozir? Keladida gapim bor edi sizga. Xo'p, nima gap? Palonchi mana shunaqa dedi, pistonchi. Senga nima qildi? Menga hech narsa qilgani yo'q. Unga nima qildi? Yo, shunaqa dedi, men eshitib qoldim. Ya'ni bunga biz toqatlimiz. Bu chunki buni ham norma deb o'ylaymiz. Ya'ni bir xil bola shunaqa bo'ladi. Lekin otasi buni qabul qila olmas edi. Otasi shu bola yuzasidan ko'p urushdi biz bilan. Keyin oxiri o'ziga aytdim, aka dedim, keling, mana bir yarim soat baqirdi. Keyin men aytdim, o'zingiz bosib oling endi dedim. Endi haqiqatni sizga aytmayman, xohlasangiz qabul qiling, xohlasangiz qabul qilmang dedim. Qabul qilmasangiz bolani olib ketingda, unda kelisha olmaymiz. Qabul qilsangiz men sizni bolangiz bilan juda yaxshi til topishman, unda aralashmang dedim. Masala shunda dedim. Farzandingizni psixologik muammolarini bilasiz dedim. Bilib turib farzandingizni boricha qabul qilmayapti-da. Otani og'rig'ida endi o'g'li, o'sha bo'yiga yetayotgan o'g'il bunaqa bo'lib chiqsa, yomon bola emas, psixologik muammo. Bu diagnoz aslida. Shu diagnozni endi qabul qilish kerak ota-ona. Bo'ldi, butun umr shunaqa bo'ladi. Shu bir katta kamchiligiga ko'z yumamiz. Imkon boricha yaxshiroq anaqani sharoit yaratishga urinamiz desa bo'ladi. Qabul qila olmagani uchun endi o'sha og'riqni bizga tashlamoqchi bo'ladi. Ya'ni bundoq bo'pti kecha, bundoq bo'y. Gap unda emas. Siz bolangiz har qanday muhitda shundoq bo'ladi. Bu bola bilan har qanday muhitda shunday bo'ladi. Chunki siz bu kishini chaqimchilik qilsangiz, ertaga bu so'raysiz, sen nimaga unaqa deding deydi. Keyin bu boradida, menga deydi, ana sinfdan bittasi kelib shunaqa dedi desa, u keladi otasi, shunaqa debdi.
Nimaga degan bilasizmi? Ha, bu borib aslida jiddiy bo'lmagan bir narsani bu kimgadir chaqimchilik qilgan, bu haqida gapirgan. Ha, bu bolam shunaqada endi desa, u qayerdan biladi sizni bolangiz bunaqaligini deymiz. U qayerdan bilsin, u boshqa sinfda o'qiydi. Nimaga u sizni bolangizni xarakteri bilan hisoblashish kerak. Shuning uchun aytaman, muammo siz hozir maktab olib yuraverasiz, muammo bola bilan ko'chib boraveradi. Keyin o'zini bostida to'g'ri aytdingiz dedi. Bizgacha boshqa maktabga kelgan ekan. O'shanda bir voqea bo'ldi dedi. Ota, ona, maktab zam direktori uchalovi koridorda gaplashib turibmiz dedi. Shu bolani maktabga qo'yish bo'yicha. O'g'lim bu yerda turibdi dedi. Biz endi kattalarni gapini gaplashasik, o'g'lim shunaqangi hali hozirgi yoshlar tilida kalla qo'ydi. O'sha joyda madaniy jihatdan ham, taktik jihatdan ham o'ta yarashmaydigan gap bilan aralashdi gapimizga dedi. Zam direktor hozir meni bitta ishim bor edi, direktordan mendan so'rab olay, uzr deb kirib ketdi-da dedi. 10 minutlardan keyin chiqib turib, kechirasiz, maktabimizda joy yo'q ekan deb chiqdi deyapti. Bolaga darhol baho bergan, chunki u biladi bola psixologiyasini. Darhol baho bergan va u mas'uliyatni olishni xohlamagan. Biz ham sezganmiz, biz faqat aytdik. Olamiz, ma'lum mas'uliyatni olamiz, oldik ham, lekin ota o'ylayaptiki, hamma mas'uliyatni bizga beradi deb o'ylayapti. Biz olamiz, ola olmaymiz, xohlasak ham ola olmaymiz. Xo'p, bunda nima qilay deyapti. Siz hech narsa qilmang, faqat har narsaga kelib maytda aralashmang. Bolangizni boricha qabul qiling, biz boricha qabul qilib bo'lganmiz dedim. Uchinchi taraf bor, uchta taraf bor. Ustozlar, siz maktabdagi o'quvchilar. Biz ustozlar qabul qilib bo'lganmiz, chunki birinchisi emas bu. Siz qabul qiling, endi bizning ishimiz boshqalarni tarbiyalash sekin-sekin. Chunki birovning bolasini boshqaga munosabatini o'nglab qo'yish oson ish emas. Sekin-sekin tarbiyalaymiz. O'g'lingiz ham qoqinib, turtinib, pishadi, shakllanadi, boshqa bo'ladi. Degandan keyin ancha yengil tortib ketdi, lekin undan keyingi voqea bola uchun zarar bo'ldi. Undan keyin anaqasi bolani onasi kelgan, sinf rahbari bilan uchrashamiz degan, xo'p degan, sinf rahbariga 2 og'iz gapim bor degani uchun bo'pti, kabinetimga kelavering degan. Kabinetga kirganda shunday kirib turib, sinfda sinf rahbari emas ekan gapi. Sinfdagi bolalarga meni bolamga unday qilma, bunday qilma, bunday qilma, unday qilib tashlayman, bunday qilib tashlayman. Yomon qilaman hammani, meni bolamga tegmalaring deb chiqib ketgan. Keyin men bu voqeadan keyin opani chaqirdim. Opa, siz hozir bugun farzandingizni sinfdagi obro'sini, mavqeini nol qilib chiqib ketibsiz dedim. Bu yog'ini o'ylamabman deb. Qanaqasiga o'ylamaysiz? Siz menga doim kelganingizda aytasiz, men o'zim o'qituvchiman, 20 yillik deysiz. Qanaqasiga o'ylamaysiz? O'qituvchi odam shunaqa fikrlaydimi dedi. Kirdingiz, o'zi shundoq ham biz misqollab terayotganligi mavqesini bir pul qilib ketdingiz. Endi men oxirgi chorani qo'llayman, xolos bolalarga aytaman. Yigitlar, qizlar, parallel yashanglar shu bola bilan deyman. Avval unaqa demagandim. Avval imkon boricha yaxshilik qiling, yaxshi muomala qiling, yaxshilikka ishonsin bola. Endi bu gapdan keyin men faqat aytadigan bitta choram bor. Bolaga gapirmanglar, o'ynamanglar, hazil ham, jiddiy gap ham gapirmanglar, parallel yashanglar. Kesishmanglar deyishga majbur bo'laman. Kimga zarar? Bolaga-ku zarar. Demak, biz ziyoli bo'lsa ham, tajribali bo'lsa ham, hech kim absolut tarbiyani zo'r berishga qodir emas. O'zimiz ham. Mana men o'zim tarbiya, ta'limda ishlaganim bilan bolalarimga tarbiya berishda men ideal tarbiya beryapman deya olmayman. Masala shunda. Endi demak, biz nimani o'rganishimiz kerak? Muammoni asl sababini ko'rishni bilishimiz kerak, mevasini emas. Mevasini ushlab olib, u bo'yicha olishib yurish yaxshi emas. Endi qandaydir mana hammamiz bir-birimizni xatoyimiz, aybimiz aytaverishimiz mumkin, lekin qandaydir bir tizimli ishlar ham olib boryapsizlarmi? Masalan, men bilaman, endi o'qituvchilar bilan mana metodik kengashlar deyapsiz, seminarlar, o'quvchilar bilan endi muntazam ishlaysizlar. Ota-onalarning o'zi bilan ham qandaydir bir ota-onalar majlisi deb qo'yadi buni odatda. Qandaydir seminarlarmi, ular bilan balkim psixologlarning bir uchrashuvlarimi,
qanday ishlanyapti mana shu borada ham? Mana qarang, har xil alohida vaziyat bo'lsa, konkret bir odamning konkret holati bo'lsa, ota-onani o'zi bilan ishlaymiz. Ba'zi ota-onalar direktor sizni taklif qilyapti desa, nima qiladi-da, malol keladi ota-onalar. Lekin meni tanigan ota-onalarga malol kelmaydi, chunki biladi men hech qachon uni bolangizni qarang, o'nglab oling deb haligi ta'na dashnom qilmayman. O'zim ko'rgan, qanday ko'rayotgan bo'lsam yechimini tushunish bilan, simpatiya bilan yondashib, qanaqadir maslahatlarimni beraman va undan ham qanaqadir yordamlarni so'rayman. Bu alohida holat. Qanaqa holat? Hammani oldida gapirib bo'lmaydigan holatlarni ota-onani o'zi bilan alohida ishlaymiz. Yana umumiyroq masalalar bo'lsa, o'sha sinf rahbarlari, ota-onalar majlisida ishlaymiz va men mana yilda har chorakda ota-onalar majlisi qilsak, yilda 2 marta men ularning majlisida shaxsan qatnashaman. Masalan, kechki paytga qo'yilgan bo'lsa, bitta sinfga kirib chiqaman. Avval ularning savollarini eshitamiz, keyin ba'zi masalalarda, dolzarb masalalarda o'zimiz ham ko'taramiz. O'sha masalalarni, o'sha zo'ravonchilik bo'ladimi, chekish bo'ladimi, narkotikdan ogohlantirish, axloq bo'yicha ko'p narsalarni o'rgatamiz. Mana bir qiziq voqea bo'lgan. Hozir bu narsa ota-onalar uchun yangi emas, lekin aytaylik 7 yil avval, 8 yil avval yangi bo'lgan. Mana Telegram bor-ku, mana men aytdim, hurmatli ota-onalar dedim, siz Telegramingizni sozlamalariga bir qarang dedim. Shu yerda yo o'g'lingiz yo qizingiz sizga yoqilib olgan bo'ladi dedim. O'g'lingiz yoki qizingiz albatta siz Telegramingizga parallel tarzda yoqilib olgan bo'ladi. Sizga kelgan hamma xabarlar, jo'ralaringiz, ulfatlaringiz, do'stlaringiz, hamkasblaringiz, ayolingiz va hokazo munosabatlaringiz ko'rinadi ularga. Ular aytadi, ularga nima maqsad? Desa, maktabdan bir xabar kelsa, o'chirib yuboradi. Sinf rahbaridan bir xabar kelsa, o'chirib yuboradi. Yoki shunchaki sho'xlik qilib yoqilib olgan, qanaqadir bir narsani ko'rib qolgan, u ko'rmasligi kerak bo'lgan. Endi biz katta odamlar bilan ishlaymiz. Men ota-onalar ideal deyolmayman, kimnidir qo'pol qilib aytganda o'ynashi bor. Tushunyapsiz-a? Ota bilgan, rangi oqarib ketdi. Ota-onalarning rangi oqarib ketdi. Chunki men ko'rsatdim. U paytlarda Telegramni ko'pchilik yaxshi tushunmas. Faqat shu chat deb hisoblardi-da. Biz instruksiya ko'rsatdik. Mana bu yerga kirasiz, bu yoqqa kirsangiz, sizdan boshqa yana kimdir o'tirgan bo'ladi. Добавить akkaunt borda. Ha. Kimdir yoqilib olgan, telefon ochiq turgan bo'lsa, bolasi yoqilib olgan. Endi ko'pincha er-xotinlar yoqilib oladi, bir-biriga ishonmaydigan juftliklar yoqilib oladi. Bu yerda farzandi yo'q, rangi oqarib ketganlarni ko'rdik. Nima uchun rangi oqardi? Sababi bolasi va umuman hech kim bilmasligi kerak bo'lgan sirlari bordir u yerda. Chunki u shaxsiy yozishma anaqasi. Tushunyapsiz-a? Shunga o'xshagan narsalar, voqealar bo'lib turadi. Va mana aytaylik, eng yangisini aytsak, shu hafta oxirida ota-onalar shanba kuni ota-onalar bilan shu Profi universitetini psixologiya bo'limida eng shu yaxshi, salohiyatli va amaliyotchi ham deb hisoblangan bir psixologimiz bilan ota-onalarni aynan yoshga, bolalarning yoshiga doir xulq-atvori bo'yicha seminar o'tkazamiz. Endi hozir internet asri, YouTube asrida ko'pchilik ota-onalar har xil psixologlardan nimalarni o'rgangan bo'lishi mumkin, lekin juda ko'p odamlarning gapini eshitib, masalan, men ensam qotadi-da, masalan, tarbiya haqida psixologlarning gapini eshitib ensam qotadi. Men aytaman, bu odam bola bilan ishlamagan-ku deyman. Bola bilan ishlamagan odam bir narsalarni tarbiya haqida gapirib o'tirganini ko'rib qolaman. Qayerdan bilib qolaman? Shu juda oddiy meni bilishim, chunki men har kuni bola bilan ishlayman. Unaqa emas deyman. Qo'ysanglarchi deyman. Lekin shanba kuni ota-onalarga o'sha amaliy seminar o'tkazadigan hamkasbimiz, bu kishi ancha yetuk psixologlar, ham nazariyada olim sifatida, ham amaliyotchi, chunki juda ko'plab ota-onalar va oilalariga va ularning farzandlariga yordami tekkan kishi. Bu haqida alohida biz yana ota-onalarga video nimalar ham ko'rsatamiz, taklifnomalar berdik. Bu savolim uchun oldindan uzr so'rayman tomoshabinlarimizdan ham. Endi siz, men bilaman, ham o'zbek zabon, ham rusiy zabon ota-onalar bilan ishlaysiz.
o'shalarda sizga endi mana ko'p yillik tajribangiz bor. Maktabga, o'qituvchiga, umuman dars jarayonlariga, tarbiyaga yondashuvda rusiy zabon ota-onalar bilan o'zbek zabonlarini farqi bormi, seziladimi, yoki farqi yo'qmi? Farqi bor albatta. Ba'zilarda farqi yo'q. Masalan, men e, o'zim ko'p tildan foydalanaman, 5 ta tilni bilaman va uni 3 tasidan o'ta faol foydalanaman. Deyarli har kuni foydalanganim uchun men uchun buni madaniy jihatdan farqi qolmagan. Sizga farqi yo'q, men uni bilaman. Ularni o'sha yondashuvda, kelib sizga har xil qilayotgan shikoyatlarida, chidamsizligi, chidamliligi darajasida. Endi farqlari shunaqaki, ba'zi farqlar ijobiy farqlar, ba'zi farqlar salbiy farqlar. Va doim rusiy zabonlar bunaqa, doim o'zbek zabonlari bunaqa deb bo'lmaydi. Mana bitta misol keltiraman. Buni hozir ilmiy bir narsalar deb o'tirmaydi, misol keltiray, tomoshabinlar o'zi tushunib olsin. Masalan, bir ota keldi. Qizimni dedi 8-Adan 8-Bga o'tkazib bering dedi. Bolani bu sinfdan bu sinfga o'tkazish texnik jihatdan muammo emas biz uchun. Bitta prikaz elektron jurnalda o'tkazib qo'yiladi va hokazo. Baholari ham ko'chirib o'tkaziladi. Zavch uchun bir soatlik ish ortiqcha, mayli qilib beramiz. Lekin nega degan savol tug'iladi. Ya'ni nima uchun o'tmoqchisiz? Qizimni dedi, katta qizim aytib qoldi, opachasi. Qizimni deydi, tarbiyasi buzilyapti ekan, haligi o'rischa so'kinadigan bo'libdi, so'kinish so'zlarni ko'p ishlatar ekan dedi. Xo'p, lekin bu sabab emas. U yoqqa o'tsa nima o'zgaradi? U yoqda o'zbeklar ko'p ekanda deyapti. Keyin men zavchga aytdim, shu ikkala sinfni ro'yxatini chiqarib bering dedim. 2 minutda olib kelishdi. Mana ro'yxatga qarang dedim. Ism familiyadan bilsa bo'ladi. Bunisida nazariy jihatdan 5 ta rusiy zabon bor. Siz o'tmoqchi bo'layotgan sinfda nazariy jihatdan 3 ta rusiy zabon bor. Qolganlari rusiy zabon, lekin o'zbek. O'zimizni ham o'zbekcha oilada tarbiya ko'radi, buvisi, bobosi bilan yashayotganlar bor. Sizga o'xshagan oilalar. 3 bilan 5 ta orasida nima katta farq bormi dedim. Yo'q, o'tkazib qo'yavering deydi. O'tkazish muammo emas deyapman. O'tkazganim bilan nima o'zgaradi deyapman. Nahotki naryodiga 2 ta ortiqcha rusiy zabon buzyapti. Shikoyatni anaqasidan tushunib oldingiz, xarakteridan qanaqa farqlar borligi. Mana farq shunda. Ya'ni u odamni o'zida oldindan bor a priori tushuncha borki, rusiy zabonlarni yonida yursa shunaqa bo'ladi degan tushuncha bor. Men aytdim, o'zi aslida bolani o'zbek tilida o'qitish kerak edi dedim. Eng yaxshisi dedim. Bir qaysi tilda fikr qilsangiz, o'sha tilda ilm olgani yaxshi har qanday odam. Mayli siz yoshligidan rus maktabga berasiz, bog'cha ham shunaqa. Nimaga endi aynan 8-A sinfni ayblayapsiz? Nimaga siz u shakllanib bo'lgan, unga sabab bo'lgan omillarni chetga surib yuboryapsiz? Endi tuzatib bo'ladi deb o'ylaysizmi? Birinchidan unaqa bo'lmaydi dedim. Ikkinchidan, tasavvur qiling, biz baribir 85-90% ekan o'zbek zabonlar. Hamma joyda shunaqa, maktabda, bog'chada, bozorda, kollektivda, hamma joyda shunaqa-ku. Shunaqa bo'lib turib, uyat emasmi dedim, bizga 3-4 dona boshqa tilda gaplashuvchi madaniyatning ta'siri bo'lyapti deyish uyat emasmi? Nimaga bizning ta'sirimiz bo'lmayapti? Biz zo'r bo'lsak, biz ideal bo'lsak, biz axloqan zo'r bo'lsak, madaniyatimiz havas qiladigan bo'lsa, nimaga biz ularni assimilyatsiya qila olmayapmiz? Qo'pol qilib aytganda. 3 kishi 20 kishini assimilyatsiya qila olyapti ekan. O'zini madaniyatiga og'dira olyapti ekan. Yarim yil o'qimadimi hali u qiz, yangi kelgan qiz. Nimaga bizga ular? Sizga savol shu dedim. Qoldi bu qiz sinfida, chunki haqiqatni ko'rdi. O'zingiz javob bering, iltimos. O'sha o'zingiz bergan savolga o'zingiz javob bering. O'sha otaga bergan savolga. Nega biz anaqa qila olmayapmizmi? Chunki mana endi men hozir e'tiqodiy, ma'naviy jihatlari kelib o'tirmayman. Ya'ni dunyoqarashdan kelib Oddiy chiqaylik. qilib aytganda, bir odam sizga o'xshashi uchun siz uning uchun yaxshi ko'rinishingiz kerak. Siz xatti-harakatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Gapingizga amalingiz mos kelishi kerak. Gapingizga amalingiz mos kelmasa, sizga hech kim ergashmaydi. Kimga ergashadi? Payg'ambarlarga nima uchun ergashishgan? Nima uchun ular kimlardir katta-katta So'zi bilan amali bir bo'lgan. So'zi bilan amali bir bo'lgani uchun bizning payg'ambarimizga ham amin degan laqab berishgan.
ya'ni ishonchli odam degan laqabni berishganda hali payg'ambar bo'lmay turib. Tushunyapsiz a? Nima demoqchiman? Birinchidan o'zi har bir inson yaxshi bo'lishdan ko'ra yomon bo'lishga moyil. Hammamiz shunaqamiz. Shuning uchun ham normalar bor. Axloqiy, diniy va qonuniy normalar borki, anaqaga solib turadi. U normalarni quvvatlash uchun boshqa narsalar ham kiritiladi. Nimalar? Video kameralar, jarimalar degan narsalar yana kiritiladi. Bo'lmasa video kamera nimaga kerak agar hammani quruq gap bilan ramkaga solib qo'yish mumkin bo'lsa, nega kerak? Mana video kamera. Meni kabinetimda video kamera turadi. Misol, rahbar kabinetida video kamera bor, doim olinadi. U faqat birov kelsa, uni nimasini yozib olish uchun emas. U yerda juda kam. Ko'proq o'zim o'tiraman-ku u yerda. O'zimni ham anaqaga solish uchun. Demak, biz shunaqa buzilishga, yomonroq bo'lishga moyil ekanmiz. Birinchi o'rinda aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak. Ana u kishi o'zi aslida aqlli inson. Faqat birinchi reaksiyasi shu bo'lganda, katta qiz aytgan, ana u ochiq aytaman, pipets, kapets degan so'zlarni ishlatyapti qiz. Bu hozirgi qizlarni va yigitlarni leksikonidan joy olib bo'lgan so'z. U ana u bog'lovchi ular uchun normal bu. Bog'lovchi bo'lib ketgan. Lekin otani birinchi hissiyoti shu bo'lganda, hozir borib buni boshqa yechim ko'rmaganda, keyin bu yechim emasligini ko'rsatgandan keyin to'g'ri dedi. Undan keyin aytib ketaylik, o'zi jamiyatda stereotip bor, ayniqsa Toshkentda. Rus sinfda o'qisa, o'sha 5-6-sinfdan keyin bola salbiy tomonga o'zgaradi degan bir shunaqa stereotip bor jamiyatda o'zi. Mayli, hozir gap endi bu masalada chuqurlashmaylik, gaplashib oldik. Endi men sizdan yana so'ramoqchi bo'lganim, deylik, mana yetarlicha nazarimda o'quvchilarni tahlil qildik, ota-onalarni tomorqasiga tosh otdik. Keling endi o'zimiz haqimizda ham gapiraylik. Masalan, siz bugun qo'lingizda mana necha yildan beri ko'plab o'qituvchilar ishlaydi. Ularning kompetensiyasi, xulq-atvori qanchalik sizni qoniqtiradi yoki ishlash kerak bo'lgan, to'g'rilash kerak bo'lgan qanday jihatlari bor deb o'ylaysiz? Demak, birinchi xulq-atvoriga kelsak, xulq-atvor endi bu umumiy millatning xulq-atvoridan farq qilmaydi. Chunki bu ham shu millatning farzandlari, ustozlar ham ustozlar. Umumta'lim maktablarini olsak 600 mingga yaqin O'zbekistonda. Bu juda katta ishchilar, mehnatkashlarning juda katta armiyasi degani. Axloqiy jihatdan har xil. Ya'ni o'rtacha olganda shu o'zimizni, jamiyatimizni normalari doirasida qanaqa bo'lsak hammamiz, ular ham shunaqa. Boya aytdik, farishta yo boshqa emas, lekin har bir kasbda masalan bir odam axloqan yomon bo'lishi mumkin yoki xulq-atvorida qanaqadir kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin u ishini yaxshi qiladi va ishxonada uni ko'rsatmasligi mumkin. Muhimi shu emasmi? Biz uni qaynonasiga qanaqa munosabat qilishini biz uni qila olmaymiz-da. Sizga ahamiyati yo'q uni. Ahamiyati yo'q. Lekin ishida agar ishxonaning normalari, masalan, o'qituvchi sifatida o'qituvchilikning normalarini, o'quvchiga bo'lgan munosabatda, tarbiyada to'g'ri normalar doirasida ishlasa yaxshi. Albatta tarbiyachi bo'lganligi uchun uning axloqi yaxshiroq bo'lishi shart baribir. Albatta. U imkonsiz, u buxgalter u. Kechqurun bo'kib ichishi mumkin, ertalab hisobotlarini joyida qilib qo'yishi mumkin. Lekin chunki u hech kimga tarbiya bermaydi-da. Masalan, vatan tuyg'usi degan fan bo'lardi, bilasizmi? Bilaman. Vatan tuyg'usi fanidan fakultetlar ochildi, uni o'qitadigan kadrlar tayyorlash uchun. Men ko'rdim, o'sha malaka oshirish institutida ko'rdim, o'sha vatan tuyg'usi bo'yicha bir guruh o'qituvchilar kelgan ekan, malaka oshirgan. Na jamiyatshunoslikdan xabari bor, na bir falsafadan, na vatan, na siyosat, davlatning qurilishi, tuyg'u, mafkura degan narsadan umuman xabari yo'q odamda. Shu odam vatan tuyg'usidan dars fanidan dars, o'zi bunaqa fan bo'lishi o'zi xato, aslida g'oyaviy fan bu, lekin mayli o'sha paytda qo'yilgan ekan. Shunaqa odam shunaqa dars berishi mumkin? Mumkin emas. Xuddi shunday axloqi yaxshi bo'lmagan odam tarbiyachi bo'lishi mumkin emas. Va men ishonaman, aksariyat ustozlarimiz har holda axloqan boshqa o'sha
o'rta statistik jamiyatimizning a'zolaridan yaxshiroq. Bunga ishonaman. Bu axloq tomoni. Endi professional tomondan meni katta e'tirozlarim bor. Men shaxsiy sahifamda o'qituvchilarni yonini olaman, bilasiz. Doim o'qituvchilarni dardini aytaman, nima uchun bunday bo'lyapti. Va har qanaqa paytda, krizis paytida ota-ona bilan o'qituvchi to'qnashib qolsa ham men o'qituvchini himoya qilaman. Ota-onalar keladi deb bilaman, siz o'z hamkasbingizni himoya qilasiz deydi. Men aytaman, albatta himoya qilaman. Lekin aybi bo'lsa, aybiniga kerakli chorani ham ko'ramiz. Lekin a priori himoya pozitsiyasidan kelaman deyman. Lekin bu yerda ochiq gapirish kerak bo'lsa, kadrlarning professionallik darajasi aksariyatida o'ta past. Men o'zim juda ko'p ko'raman. Masalan, bitta ingliz tili ustozini ishga olish uchun, vaholanki men sizga hozir ingliz tili ustozini aytyapman, chunki ingliz tili ustozi aslida ko'proq O'zbekistonda, topish osonroq boshqalardan ko'ra. Tushunyapsizlar? Chunki bu yoshlarni ko'pi bunga qiziqayotganligi, ingliz tili ta'limi rivojlanganligi, ingliz tili o'qitib yaxshi daromad topish imkoni borligi uchun juda ko'pchilik o'rganyapti. Shuncha ko'p taklif bo'lganda ham normal ustoz deyishga arziydigan odamni topishning imkoni bo'lmayapti. Qiyin bo'lyapti. Bitta pozitsiya uchun biz oxirgi ustozda 8 ta odamni ko'rib chiqdik. Sabablari nima bo'lishi mumkin? Sabablari o'qitish, ingliz tilini biladi xolos, yoki geografiyani bilishi mumkin. Aytgancha yaqinda mana geografiya ustozi keldi. Bizni o'zimizda geografiya ustozi bor, yaxshi insonlar, faqat o'g'li bilan chet elga ko'chib ketish rejasi bor ekan, faqat endi u o'ziga bog'liq bo'lmagani uchun shunaqa ehtimoli bor, tayyorgarlik ko'rib qo'ying deganiga men bir kandidatlar ko'rib boshladim, bir qiz keldi. Endi men aytdim, endi men dedim geografiyani bilmayman dedim. Faqat siz birorta mavzuni ayting menga dedim. O'sha mavzu bo'yicha metodik suhbat qilamiz. Geografiyada qanaqa mavzular o'tyapsizlar desam, shu atmosfera, binosfera, ionosfera degan narsani o'rganamiz dedi. Yaxshi dedim. Atmosfera nima degani dedim. Bilmayapti. Olib qochyapti. U yoqdan bu yoqdan. Bu bazaviy bilim-ku. Tushunyapsizmi? O'qituvchi sfera nimaligini bilish kerak. O'zini kasbini bilmayapti yoki o'zimizda bir texnik xodim bo'lib ishlaydigan bir kishi aytib qoldi, meni ayolim dedi, o'qituvchi ingliz tili. Bir ko'rsangiz ish bo'lsa dedi, albatta kelsin dedim. Keldi, endi ingliz tili o'qituvchisi bilan inglizcha gaplashaman. O'tirdik, darhol ingliz tiliga o'tdim. Kimsiz, nimasiz, yaxshimisiz degandek maishiy savollardan boshladim. Vaholanki u yerda hali metodik savollar ketadi, murakkab tilga o'tamiz. Opa aytdi, men dedi inglizcha gapira olmayman dedi. Siz inglizcha gapira olmasangiz, mana rezumengizda yozib qo'yibsiz, 25 yil ingliz tilidan dars bergan ekansiz dedim. Men nimaga sizni olishim kerak dedim. Yoki masalan siz farzandingizni biz maktabga berarmidingiz? Ingliz tilini bilmaydigan odam o'qitadi ingliz tilini desam, yo'q dedi. Bo'ldi, suhbat tugadi dedim, sizga bir yomon gapim yo'q dedim, faqat men sizni ishga olmayman dedim. Yoki yana bir voqea bo'lgan, bu avvalroq bo'ldi. Maktab asoschisi bilan birga o'tirgan edik ofisda. O'sha paytda bir ingliz tili ustozi yosh, endi bu opa mayli, u o'zini oqlashi mumkin, endi eski davrda odam o'sha paytlarda shunaqalar ham ishga olinavergan deyishi mumkin, lekin yosh kadr keldi. Suhbatga keldi. U paytda o'sha maktabning asoschisi Xatamov ham yonimda edi. Keling o'tiring marhamat deydi. Darhol inglizcha boshladik. Qiz sovuq terga tushib o'rnidan turib ketdi. Unaqa reaksiya kutmagan. O'rnidan turish degani bu o'zini hissi ham boshqara olmayapti-da bu. Anaqa holatda, krizis holatda. Aytdiki, suhbat inglizcha bo'lishini menga aytishinglar kerak edi dedi. Anaqa gaslighting deydi buni hozir zamonaviy tilda. Sizga hujum boshlaydi. Suhbat ingliz tilida bo'lishini menga aytishinglar kerak edi. Это некрасиво с вашей стороны dedi. Dedi, men aytdim, siz ingliz tili o'qituvchi sifatida kelyapsiz. Biz aytmaganimiz to'g'ri, bizni xatoyimiz dedim, lekin nimasi notabiiy buni dedim. Suhbatning inglizcha bo'lishi nimasi notabiiy? Siz darslarni Ingliz tili o'qituvchisiz-ku. Darslarni ham biz shunday talab qilamiz, to'liq ingliz tilida bo'lishini talab qilamiz dedi. Nimasi notabiiy va siz uchun nima muammo tug'diradi bu? Men
gaslighting degani boyagi o'zini aybi bo'lib turib birovga anaqa tashlash, hujum qilish, tutun qaytarish degani. Qo'rqqan oldin qo'l ko'tarar deydi. Da sumkasini ko'tardida men bunaqa nima deydi, qadriyatsiz maktabda ishlamayman deydi. Ya'ni qadriyat deganda oldindan aytib qo'yilishi, ingliz tilida bo'ladi deb nima deydi, muvofiqlashtirib olish kerak ekan. Men aytdim, ingliz tilida bo'lishi o'ta tabiiy va bo'lishi ham kerak dedim. Siz nima deb o'ylaysiz? Ha, aytgancha. Menda aynan ingliz tili ustozlarini men shaxsiy anaqadan o'tkazganim uchun suhbatdan keyinchalik bilib qoldim. Ungacha men bilmas edim, meni tashqi ko'rinishim, qat'iyatlik, salaligi, ovozimdagi ayrim nuqsonlar borligi uchun qo'rqib ketishadi suhbatdan deb o'ylar ekanman-da, cho'chib qoladi desam, unaqa emas ekan. Direktorning ingliz tilini bilishini xohlashmas ekan. Nimaga? Ingliz tilini bilsa, ingliz tili ustozlarini eng ko'p nazorat qiladigan shaxsan kim direktor bo'ladi va u tushunadi, buni bu odam aldab bo'lmaydi. Haqiqatda men shaxsiy nazoratimga olganman bu narsani. Va buni bilib qoldim. Nimaga? Ikkita, uchta kandidatlar tanishlar orqali kelganligi uchun ular tanishligimizni bilmaydi. Prosta nimasini, meni raqam ber, shu odamda ish bor ekan, boring degan bo'lsa, keyin u borib tanishiga aytgan. Bordim, gaplashdim. Yo, yaxshi joy ekan, menga yoqdi, shartlari ham yoqdi, faqat cho'chidim, direktor o'zi ingliz tilini bilar ekan. Bu ham nimadan dalolat? Mana boyagi savolingizga, professional odam. Nima farqi bor? Nima farqi bor? Kelib ishingni qil, darsingni o'qit. Ya'ni sen aytyapsan, rezyumesini ko'rsangiz, Webster universitetida magistratura bitirdim va TESOL sertifikatini oldim degan yozib kelyapti. TESOL sertifikati bu bilishingiz uchun. Sertifikat nimani tasdiqlaydi? Shu odam ingliz tilisi ona tili bo'lmagan o'quvchilarga ingliz tilini o'rgata oladi degani. Kakras biz anaqamiz. Men aytaman, mana bu sertifikat sizniki, ha. Mana bu rezyume sizniki, ha. Gap shundan boshlanadi o'zi. Rezyumeda nima yozilgan bo'lsa, siz mas'ulsiz shularga deyman. Chunki o'zi haqida nimalar yozishadi? Men unaqaman, o'rganuvchanman, moslashuvchanman, kommunikativ ko'nikmalarim zo'r. Men aytaman, siz biz uchun topilmasiz deyman. Agar shu narsalarga mos bo'lsangiz yoki mos bo'lishga harakat qilsangiz, men ham sizga yordam beraman. Ba'zi suhbatlarda to'g'ri smash savollarni ham bergim kelmay qolyapti. Chunki o'shani aytsangiz, o'zi yozib kelgan narsa rezyumeda o'ziga mana bu uchun siz mas'ulsiz deganingiz uchun ham ketib qolayotganlar bor ekan. Ya'ni o'zi yaxshi ustozdir, balki men qanaqadir bir durdonani yo'qotgandirman, lekin sababini keyin bilyapman-da. Ya'ni bu meni любой gapimdan haligi tilimdan ushlab olar ekan degan qo'rquv bo'ladimi, bilmadim. Bitta savolda sizga, masalan, kompetensiyasi yaxshi, lekin pedagogik mahorati hali shakllanmagan yoki bir sayqal topmagan yosh kadr keldi. Shunday sharoitda ishga qabul qilgan bo'larmidingiz? Qabul qilgan bo'lardim. Misol uchun men aytmoqchimanki, bir yaxshi tajribalar o'qituvchini kutib o'tirmasdan, sizlar ham mana maktab laboratoriyasida bir yosh kadrlarni, yaxshi kadrlarni yetishtirishga e'tibor qilasizlarmi? Albatta, o'zi hozir bormi tajribangizda shunaqa? O'zi haligi o'qituvchilar ba'zilari kelib birar yil ishlab ketib qoladigani bor. Kimdir bir 3 yildan keyin boshqa nimaga o'tadigani bor, lekin bizni ta'lim klasterimiz deylik, mana bog'cha amaldorlari bor, mana universitet bor, maktab bor va hokazo, butun tizimlarimizda eng yaxshi muvaffaqiyatli ishlayotganlar aynan shular. Ana g'ayrati bor, bilimi bor, pedagogik mahorat pastroq, chunki tajriba yo'q. Qayerda tajriba olsin? Hech qayerda tajriba olmagan. Endi u yerda bu yerda yosh bola bilan ishlab ko'rgan, markazda ishlagan, boshqa qilgan, yakkam-dukkam. Shular yaxshiroq anaqa bergan. Ulardan bittasi mana hozir universitetda dekan. Xurshid Shavkatbekovich, masalan, o'rta bo'g'in kadrlarini men nazarda tutyapman, rahbar kadrlarni emas. Rahbarlarni meni nazarimda ba'zan rotatsiya qilib turish kerak deb o'ylayman men. Lekin o'rta bo'g'in deylik, bu yerda ta'lim sohasida o'qituvchilarda, mana shu o'qituvchilar sinfini masalan borasida agar savol bersak, masalan aytyapsiz, ozroq ishlab ketib qoladi, kimdir 3 yil ishlaydi, kimdir buncha. Mana shu boradagi kadrlar qo'nimsizligi hech sizni bir o'ylantirganmi? Kadrlar qo'nimsizligi yaxshi ish emas deb o'ylayman men.
siz nima deysiz shu haqida? Doim o'ylantiradi, chunki kadrlar qo'nimsizligi hozir ayniqsa Juda kuchli. kuchli. Kelaveradi, ketaveradi, oqim ketdi. O'zim tajribamda kimnidir o'zim aytaman, kechirasiz, siz bilan davom etolmaymiz deyman, kimdir o'zi ketadi. Ularni ham turli sabablari bor. Sabablari o'ta maishiy bo'lishi mumkin, chunki afsuski emas bu. Katta qismi ayollar va ayollarimiz ishdan boshqa narsalarga ham majburlar. Masalan, bir ustoz bor edi. Nazariy jihatdan hamma narsasi joyida. Nazariy jihatdan, ya'ni olgan ta'limi ham, o'zini bilimi ham, tajribasi ham bor. Chunki 7-8 yillik tajriba bo'lgandan keyin bo'ldi, u o'qituvchi bo'lib yetishgan, lekin amalda qilmay qo'ygan. Amalda qilmasligiga sabab energiya yo'q. Sababi shu qizimizni qaynotani mazasi bo'lmasa ham kelmaydi ishga, qaynonani mazasi bo'lmasa ham kelmaydi, farzandini mazasi bo'lmasa tabiiyki kelmaydi. Xo'jayinini gapi bo'lsa, u 2 kun kelmaydi, pishirsidir, tushunyapsiz-a? Tabiiyki u sifat tushib ketadi. Fokus shu yoqda. Keyin men oxiri aytdim, sizni men yoshligingizdan bilaman dedim, chunki magistraturada o'qigan paytingizdan taniganman. O'shanda sizni o'sha bilimlaringizni, anaqalaringizni ko'rib o'zim taklif qilganman. Lekin muammolaringiz, o'zingizni muammoingizni noto'g'ri ko'ryapsiz dedim. Sizni muammoingiz diplomingizda, malakangizda emas, hamma narsa bor. Unga qo'shimcha o'laroq avvalgi ishlagan joyingizda ham rahbaringizni bilaman, sizga juda ko'p narsa o'rgatilgan. Nafaqat sizga, o'sha kollektivga o'rgatadi rahbarlar. Biz ham sizlarni o'sishinglar uchun nimalarnidir qildik. Gap unda emas, siz o'rganuvchansiz, moslashuvchansiz, lekin siz boshqa dunyoda yashayapsiz. O'qituvchilikda qiyin bo'ladi. Yashash kerak shuning ichida. Majbursiz dedim. Albatta. Shuning uchun sizga ertadan kechgacha ishlaydigan rejim sizga to'g'ri kelmaydi dedim. Siz shu bir kuniga 2 soat dars o'tiladigan birorta markazda imkon boricha yana oilaga qaytib, chunki oilada yagona kelinsiz ekansiz va qaynota yo'talib qolsa ham qolishga majbur bo'lsangiz, endi men ularni oilaviy qadriyatlarini to'g'rilab o'tirmayman-ku. Qilsa bo'ladi, lekin keliniga ham anaqa balki imkon bersa yoki butunlay uyda o'tirg'izib qo'ysa, u endi o'zlarining ishi. Lekin menga to'g'ri kelmaydi bu dedim. Chunki siz bir oyda mana shuncha sonda 1 yildagisini ko'rsatdim mana. Tasavvur qiling. Ora javob so'rasangiz bilinmaydi-da, 1 yilgisini olsak mana shuncha raqam, bu degani darslarning 4dan 1 degani. Siz bir kurs olsangiz 4dan 1ga dars o'tilmasa nima bo'ladi? Kamida 4dan 1, 25% effekt olmaysiz, lekin o'sha olmagan effektingiz ham zarari bo'lib, yana ko'proq ham anaqani pasayib ketadi bilimingiz, to'g'rimi? O'quvchilaringiz bilimi. Tabiiyki, ya'ni o'quvchilar, lekin sizga, biz ham sizga ya'ni ishdan haydab yubormayapmiz, boshqa. Shuning uchun hozir vaqti keldi, siz o'zingizga mos rejim toping. Bu yana bir sabab. Ya'ni ayollarimiz shu maishiy muammolarga anaqa bo'lib qolganligida. Yana bir sababi bor. Qayerdadir kompetentroq, ko'proq oylik bo'lsa yoki ishxona uyiga yaqinroq bo'lsa, biror joyda yaxshi taklif bo'lgan bo'lsa, u yoqqa ketishi mumkin. U bozor iqtisodiyoti, bu ham normal narsa, lekin ba'zi ish beruvchilar xodimlarni aldashadi. Masalan, palon pul beramiz deydi, ishga kelgandan keyin shartlari bo'ladi uni. U pulni olish uchun, ana bizlarni $1000 olish uchun nimalar qilish kerak? Sertifikat, boshqa. U yog'i aytilmaydi-da, u shunga qiziqib boradi, keyin bu yoqqa qaytishga orqaga yo'li yo'q, ya'ni tortinadi, uyaladi, nima qildi, qaysi yuz bilan qaytinaman deydi. Sabablari ko'p, lekin endi men hozir yangi zamon, yangi avlod yoshlarini o'zi shunaqa bo'lib ketdi deb nolisam bo'ladi, lekin vaholanki bunda haqiqatan bor. Chunki hozirgi avlodda bir joyga uzoq muddat bog'lanib qolish, bir joyda ko'karaman deyish g'oyasi yo'q. G'oya yo'q. Ayniqsa endi yo'q, biz qadriyatlar haqida ko'p gapiramiz-da. Bo'lmasa hech qanday qadriyat ham yo'q ekanda, demak. Ishxonadagi qadriyatlar deb ko'p gapiramiz-ku. Demak, hech qanday qadriyat yo'q, faqat moddiy manfaat bor ekan, shunaqami? Shuni o'zi ham bir qadriyat demoqchiman-da, ya'ni hozir Zumir deyapti-ku. Yo'q, bir ma'naviy qadriyatlarni gapiramiz-ku, o'sha yerdagi ishonch, o'sha yerda deylik, o'sha yerdagi haqiqiy bir o'zingni topish, rivojlanish, bir qanaqadir do'stona bir kayfiyat, jamoa, kollektiv, bu gaplar havoyi gaplarda, demak, to'g'rimi? Ko'pincha
bir joyda qo'nim topolmaydigan odamni o'zini shaxsiy qadriyati bo'ladi va ularda boshqa muammolar bo'ladi. Masalan, bizni kollektivda ham, ishonaman boshqa kollektivlarda ham kollektivning asosiy qismi u yoq bu yoqqa oqib yurmaydi. Bitta bir Kostyak. qanaqadir kostyak bo'lib qolgan mag'zi. Lekin kimdir o'sha yerga kira olmaydi. U xarakteri, temperamenti jihatidan Qo'shilib kira keta olmas. olmaydi, Ha, a? kimdir o'zi odam suymaydi. Masalan, bir qiz bor edi. Tasavvur qiling, menda ikki xil polyar deydi-ku, bir-biriga zid ikki xil anaqa taassurot uyg'otganda, darslarida aktyor mashq qilib dars beradi. Umuman tortinish yo'q. Tushunyapsiz-a? Lekin odamlar bilan darsdan chiqdimi, odamlar bilan anaqa kelganda introvert. Introvertni ham ani Yopilib oladi. patologik introvert. Qayerdan bilib qoldim men? Men aytdim, yoz payti edi, haligi o'zi 2-3 kunlik haligi hujjat ishi qo'ygan. Qizlar dedim, bitta kabinetga kiringlar dedim. Bitta kabinetda ishlaymiz. Birinchidan elektrni tejash kerak, chunki hamma o'zini konditsioner yoqib. Ikkinchidan hujjat ishi uchalamiz qilayotgan bo'lsak, uchalamiz bir-biriga bog'liq. Birga qilsak 1 soatda bitadi, alohida qilsak xona yugurib 2 kun vaqtimiz ketadi. 1 soatda hal qilamiz, chiqamiz desa, anu qiz bosh tortgan. Nimaga unaqa qilyapsiz? Biz hozir bu xonaga bugun remont boshlash kerak. Vot, men shu bo'yicha keldim yoningizga dedi. O'tirsam ikkita odam kraska ko'tarib kirib keldi. Shaxsiy hudud yo'qmi bu yerda deyapti. Shaxsiy hudud bor, lekin bu sinfxona sizning shaxsiy hududingiz emas edi. Jamoatning hududi. Nima muammo? Muammo u bizni shaxsiy nimamizda emas ekan. O'zini shaxsiy muammosi, u odam suymaydi. Introvertda bu. Unga hurmat bilan yondashish kerak. Keyin men psixolog tanishdan so'radim. Shunaqa bo'lishi mumkinmi dedim. Bu qiz darsda introvert emas, qo'shiqlar kuylab beradi. Tushunyapsizmi? Men nimadan bilaman? O'qituvchi ovozini nazorat qila olyaptimi? Sezayapsiz-a, men ovoz ko'tardim, pasaytirish qila olayotgan bo'lsa, bu zo'r narsa o'qituvchi uchun. Ovozini nazorat qilmayotgan o'qituvchi eng yomon o'qituvchi aslida. Nazariy nimalarni biladi, lekin u tinglovchiga yetkazib bera olmaydi. Mana men bo'kirmayapman, haqorat qilmayapman, lekin ovozimni boshqaryapman, to'g'rimi? Savol bersam, men darslarimni hech kuzatganmisiz kameradan? Kameradan Qanchalik nazorat qilaman demoqchi edim-da. Mayli, rahmat. Manda lekin bitta savol bor edi, shu borada metodika borasida. Hozir masalan, men 4 ta maktabda o'qiganman-da va har xil viloyat maktablarida o'qiganman-da. Qashqadaryoda, Farg'onada, Toshkentda, hammasida hududiy nuqtai nazardan qadriyatlar baribir o'zbekmiz, lekin alohida baribir qadriyatlar bor. Har bitta oilada har xil qadriyat bo'lganidek-da. Va masalan ustozlarni himoya qilamiz, ota-onalarni himoya qilamiz va minus tomonlarini ham aytib o'tish kerak. Men hozir o'quvchi sifatida gapirmoqchiman. Masalan, Farg'onadagi maktabda bizda ko'proq tarbiyaga ahamiyat berishardi. Juda qattiq ushlashardi, tarbiyaga ahamiyat berishardi. Toshkentga, shahardagi maktabga kelganimda men hayron qolganman. Bu yerdagi vaziyatni ko'rib. Va masalan, baholash sistemasi maktabdagi hali ham masalan, men o'zim yaxshi o'qiganim uchun menda shunaqa problema bor edi, boshqalar bilan yaxshi chiqisha olmasdim. Bu meni aybim emasdi, bu ustozning pozitsiyasi edi. Ya'ni men yaxshi o'qiganim uchun va ular mendek o'zlashtira olmagani uchun, o'zi yaxshi o'quvchi, a'lochi o'quvchi degan nazariyani o'zi yo'q deb o'ylayman-da. Qaysidir fanga sizni potensialingiz bo'ladi, qaysidir fanga esa sal pastroq bo'ladi. Qiziqish ham xuddi shunaqa. Va men yaxshi o'qiganim uchun hammaga meni o'rnak qilib ko'rsatishgani, ular meni yomon ko'rib qolishganiga sabab bo'lganda, men ajralib qolganimga. Va mana shu metodika borasida hozir masalan, bolalarni hayron qoldirish, ularga o'zi e'tiborini jamlab turish, ularga nimanidir o'rgatish, ularga yangilik olib kirish qiyin bo'lib qoldi, chunki axborotli bosim davrida yashayapmiz-da. 21-asr bolalariga 20-asr metodikasi bilan bilim, tarbiya beryapmizmi hali ham? Shu savolni bermoqchiman. Hali ham shunaqa qarang. O'zi sinfxona o'zgarmadi-da, boshqa hamma narsa o'zgardi. Telefon qay ahvolda edi, qay ahvolga keldi. Birinchi kameralar qanaqa edi, hozir qanaqa ko'rinishga keldi. Mashinalar, birinchi mashinani tasavvur qilib ko'ring. Birinchi mashinalar bu orqasidan o't yoqib turgan 3 kishi haydagan. Bir kishi o't yoqib turgan, bir kishi rolda, bir kishi mashinani oldida ikkita bayroqcha bilan piyoda yurgan mana bunaqa qilib.
qochinglar bolalar mashina kelyapti deb tushunyapsiz a? Juda sekin yurgan. Shundan hozir qaysi ahvolga keldi? Hozir endi nastroykani qilib qo'yib o'zi self drive qiladigan mashinalar darajasiga keldik, yana rivojlanadi. Lekin classroom, ya'ni sinfxona o'zgarmadi. Shakli shamoyili nimadir o'zgargan, mohiyati o'zgarmadi. O'sha daska, o'sha ustoz, o'sha ijro, misol o'sha darslik o'zgarmadi. Bu global muammo, katta muammo. Endi siz hozir bitta to'xtalib o'taman, baholashiga ham, boshqasiga ham. Demak, bu nega shuncha yildan beri o'zgarmadi degan narsaga bir sabab keltira javob bera olmayman. Nega o'zgarmadi degani, lekin endi o'zgarishini aniq bilaman. Chunki oxirgi yillardagi texnologik rivojlanish o'ta tezlashib ketganligi uchun endi o'zgaradi. Xohlasa ham, xohlamasa ham o'zgaradi va mana shu yerda o'sha o'zgarishga moslashmagan tizimlar, o'qituvchilar demayapman, o'qituvchilar tabiiyki zarar ko'radi. Tizimlar, ya'ni vazirliklar, ularni o'sha ta'limga mas'ul bo'lgan mutasaddi tashkilotlar to'liq anaqasini yo'qotib qo'yadi. O'zini salohiyatini yo'qotib qo'yadi. Hech narsa qila olmay qoladi. Va shunda kim sekinroq bo'lsa ham shunga moslashsa, ma'lum yillardan keyin yaxshilanib ketadi. Chunki bir narsani vосприятие deydi ruslarda, ya'ni qabul qilish. Nimanidir qabul qilish salohiyatimiz ham, ko'nikmalarimiz ham o'zgarib turibdi-da. Hozir men farzandlarimga o'zimiz yoshligimizda ko'rgan multfilm qo'yib bersam, toqat qila olmayapti, miya olmayapti-da. O'sha biz Tom va Jerryni ko'rganmiz. Tom va Jerryda dialog yo'q, bilasiz. Qisqa, lekin juda kulgili bo'lgan, maza qilib ko'rganmiz. Ana u xajaykani yuzini ham hech kim ko'rmagan, faqat oyog'i shippagi ko'rilgan. Mushuk, it, yana bitta sichqon bo'ldi. Lekin biz uni ichidan voqealarni rivojidan tushunib olaverganmiz syujetni. Hozirgilar unaqa tushunib ola olmaydi, siqilib ketyapti. Nu pagadini ko'rganmiz. Nu pagadida ikkita gap bor xolos. Nu ты погоди, заяц deydi, bo'ldi, boshqa gap yo'q. Lekin biz syujetdan tushungan bo'lsak, demak bizni qabul qilish saviyamiz va o'sha ko'nikmamiz shunaqa bo'lgan. Endi hozir unaqa emas. Hozir boshqa turdagi kontentni yaxshiroq qabul qiladi. Dars ham shunaqa narsa, bir narsani tushuntirish ham shunaqa narsa. Shuning uchun bilimni berish va uni olish formati baribir o'zgaradi, o'zgaryapti. Faqat biz unga kimlardir tezroq moslashadi, kimlardir sekinroq. Lekin O'zbekistondagi ta'lim yagona organizm bo'lganligi uchun, agar hamma maktab o'zicha bo'lsa, bir 40% tezda moslashardi, 20% sekin moslashardi, qolgani yo'q bo'lib ketardi. Lekin yagona organizm bo'lganligi uchun o'sha organizmni boshqarayotgan miya bunga tez moslashmasa, butun organizmni falaj qiladi. Bu aniq. Bu yerda men o'zimga ham yuklayman anaqani mas'uliyatni va men Kuchsizlar kuchi degan bir kitob bor, o'shandan xulosa qilganman. Bunda nima xulosa bor? Men dunyoni o'zgartira olamanmi? Yo'q. Men O'zbekistondagi ta'lim tizimini o'zgartira olamanmi? Yo'q. Lekin o'zimni maktabimda nimadir qila olamanmi? Ha, o'shani qilishga harakat qilyapman. O'sha sun'iy intellektni ham o'rgatyapmiz. Agar konspekt yozish amalda ish bermay qolgan bo'lsa va bola konspekt orqali endi avval qanaqa edi? Bilimni yozish bilan mustahkamlik derdi, klassika. Haqiqatda ko'p yozganmiz. Masalan, men birdaniga ikkita til o'rganganman. Turk tili, ingliz tili o'rgangan paytimda bitta mashqni, bitta gapni, dialog. Sening uying qayerda? Mening uyim palon joyda. Dialogni 30 talab yozardik, 30 martalab. Hozir shunaqa qilib yozish o'rgata olasizmi? Yo'q. Birinchidan shunaqa o'rgatsangiz hamma qarshi chiqadi. Bu barcha metodik nimalarga zid deydi. Va birinchi o'rinda o'rganuvchingiz qarshi chiqadi. O'rganuvchi sizni uloqtirib tashlaydi. Rad qiladi sizni, olmaydi. Demak, moslashamiz o'rganuvchini aqliy salohiyatiga va qabul qilib. Men aqliy salohiyati past, baland demoqchi emasman. Qabul qilish usuli o'zgardi ularni. O'sha usulga moslashimiz kerak. Men moslashga nimadir qila olyapman. Endi butun tizim qilsa yaxshi, qilmasa falaj bo'ladi organizm. Shunga qarab ketyapti. Mana bir akademik soat dars 40 minut, 45 minut deylik. Siz o'qituvchisiz. Bu yerda mana bizni ko'plab yosh o'qituvchilar ko'radi, bo'lajak kadrlar ko'radi. Qanday tashkil qilgan bo'lardingiz hozirgi 21-asr o'quvchisiga?
kirdingiz mana boshladingiz. Bu yerda ham aslida klassika, ya'ni nimadir o'zgaradi, shakli o'zgaradi xolos, mohiyat o'zgarmaydi. Men universitetda amerikalik nimani qo'lida o'qidim. Avval shundan boshlaydi. Bu bitta odam o'zgartira oldi-ku, Mike Benson degan odam Soros fondi yordamida fakultet tashkil qilgan. Biz birinchi qabul qilinganlardan bo'ldik, yangi ochilgan, omad kelib qoldi, e'lonni bilib qoldik, o'tdik imtihonni. Shu bitta odam o'zi Jahon tillari universitetida kichkina 8 ta 10 ta xonani olib, bitta kutubxona qilib, 2 ta printer qo'yib, ustozlarni saralab olib turib, juda katta o'zgarish qildi shu kishi. Bitta odam. Ha, moliyaviy ta'minot bo'lgan Soros fondida. Endi men Soros fondini yaxshi yomon tomonini naqib o'tirmayman hozir. Bilasiz, Soros fondi xalqaro miqyosda silkinishlar qilgan fondda. Rangli inqiloblar. U haqida emas hozir gap, lekin o'sha qari veteran nimadir qilgan, nimadir emas, yaxshi narsalar qilgan. Hayron qolganman. Shu odam o'zgartira olyapti-ku, o'zini kichik tizimini, o'sha yerdagi kichik nimani o'zgartira olyapti. Demak, o'zgartirsa bo'ladi va tasavvur qiling, o'sha endi u ingliz tili, xalqaro ingliz tili o'qituvchilari tayyorlash markazi deb ochgan. Keyin o'qituvchilarni tayyorlab olgandan keyin fakultet ochgan. Ana unga talabalarni qabul qilgan. IELTS deydi, hozir universitetdagilar haligacha eslashadi. IELTS zo'r edi deydi. Yo'q hozir u, lekin hozirgi talabalar ham biladi o'shani. Tushunyapsiz-a? Endi u yerda amalda haqiqiy dars berish o'rgatilardi. Hozir pedagogik oliy ta'lim muassasalariga men shu chaqiriq bilan chiqaman. Sizda ko'proq masterskoy, ya'ni ustaxonalar bo'lsin, laboratoriyalar bo'lsin, laboratoriyada odamlar dars berishni o'rgansin, bo'ldi. Boshqa narsani o'rganmasin. Endi boyagi savolingizga kelsak, o'sha inson o'rgatgan bizga. Preacher's method deydi, klassika. O'zbekchasi voiz usuli. Voiz kim bu? Va'z o'quvchi. Bu musulmonlar uchun imom, xristianlar uchun o'sha nima deydi ular? Xristianlar cherkovda va'z o'quvchi odam, voiz, Va'z nima uchun o'qiladi? Bu ham dars. Odamlarga yaxshini, yomonni o'rgatish, bundoq bo'laylik, bunday bo'lmaylik deyish uchun bir muddat ibodatdan oldin yoki ibodatdan keyin o'tiladigan o'gitlar, to'g'rimi? Preacher's methodni, ya'ni o'sha voiz usulini o'rgatishgan. Voiz usulida darsingiz bunday bo'ladi deydi. Birinchi, tell them what you're gonna tell them, ya'ni ularga nima demoqchiligingizni tushuntiring. Ikkinchisi, tell them, ularga tushuntiring. Uchinchisi, tell them what you told them, ularga nima deganingizni tushuntiring. Boyagi nimalardan tashkil topadi deganingizga shu standart klassik struktura ketadi. Ya'ni avval nima demoqchiligingizni tushuntiring, keyin tushuntiring, keyin nima deganingizni tushuntiring. Men sizga nima dedim? Endi uni 20-asrda boshqacha qo'llaydi, hozir boshqacha qo'llash kerak, lekin mohiyatan bir xil. Instrumentlaringiz boshqa bo'ladi. Bu degani, masalan, men fizika ustozim aytib beraymi? Shu odam menimcha bizdan bir asr oldinda yurganda 90-yillarda fizika ustozi yo'q edi bizning maktabda. Haqiqatda yo'q edi. Fizika ustozi mehnat domlasi o'tgan. Bu anekdotday tuyuladi, lekin shunaqa. Boshqa qishloqdan bir ustoz topib kelishdi. Shu kishi aytdi. O'zi 1 oymi 2 oy dars berdi, ketib qoldi uzoqlik qilib. Shu kishi aytdi, yigitlar dedi, endi biz 6-sinfmidik. Chekasizlarmi sizlar dedi. Biz yo'q dedik. Bir marta cheksanglar zarar qilmaydi dedi. Keyingi darsga dedi, bitta butilkada yarim butilka tutun olib kelinglar dedi. Sizlar bilan bitta anaqa eksperiment qilamiz dedi. Tajriba o'tkazamiz, juda qiziq bo'ladi dedi. Yarim butilka tutun olib kelasizlar dedi. Tabiiyki 90-yillar bolalar juda ham yaxshi o'qimagan. Masalan, men o'zim sinfdoshlardan bitta men o'qidim, boshqalar o'qimadi, to'g'risida. Tabiiyki u yerda umuman u vazifani esidan chiqarib yuborgan ham bo'ldi, kulib qo'ygan ham bo'ldi va men o'sha bitta butilkaga tutun solib olib kelganman. Hozirgi baklashkalar yo'q. U paytda shishali bo'lardi. Shisha probka, qog'ozdan probka qilib solib keldim. Ungacha chiqib ham ketdi. Keyin biz yo'lda Jo'rabek degan o'rtog'im bilan boshqatdan nimanidir yoqdiydi, boshqatdan tutun qamadiydi, u yoqqa yana olib keldik. Nima bo'ldi uy vazifa dedi. Men olib keldim dedim. Bunday qaradida bajarmabsiz-ku dedi. Va hech kim olib kelmadi, mana men olib keldim desam, yo'q, men sizga yarim butilka olib keling degandim dedi. Yarim butilka olib keling.
siz to'liq butilka olib kelibsiz dedi. Men o'ylab ham ko'rmabman. Keyin men aytdim, yarim bo'lmadi-yu bu dedim. Desam, yarim bo'lmaydi hamda dedi. Bu qaysi qismi ekan? Tell them what you're gonna tell them. Nima demoqchiligini ayt. Tushuntir ularga. Bu avvalgi darsda aytib qo'ygan ekan. Endi tushuntirishni boshladi. Xullas, bugungi mavzu dedi, gazlar va ularning xossalari dedi. Gazsimon har qanaqa narsa yarim butilka, yarim korobka, yarim bir narsa bo'lmaydi. U qayerga tushsa o'shani to'liq egallab oladi. Faqat zichligi yuqori bo'lib 1 litr joyga ko'proq sig'ishi mumkin, zichligi past bo'lib 1 litr joyga kam tutun sig'ishi mumkin, kam gaz sig'ishi mumkin deb 2 minutda tushuntirib qo'ydi. 45 minut kerak emas ekan, tushunyapsiz-a? Qolgani yana 5 minut formulani, o'sha bosimini, boshqani tushuntirishga ketadi. Yana bir 10 minut bitta-bitta chiqib, o'shani formulaga solib misol qilib ko'ramiz, qanaqadir ko'nikma hosil bo'ladi. Va oqibatda kimdir fizikaga qiziqadi, kimdir qiziqmaydi. Bu tabiiy narsa, hamma fizikani zo'r bilmaydi, lekin hamma bilishi kerak bo'lgan joyi nima edi? Gazlarning xossalarini hamma tushunib oldi o'sha kuni. Tushundingiz-a? Nima demoqchiman? O'sha ustozim bizdan bir asr oldinda edi. Men hozir shu kishini usulini aytaman. Demak, birinchi siz nima dars nima haqida bo'lishini, darsni nomini aytmasdan aytib qo'yishingiz kerak. Nomini aytmasdan. Masalan, bu ingliz tili bo'lsa, ingliz tilida masalan biz bugun odamni tashqi ko'rinishini ta'riflashni o'rganadigan bo'lsak, men shunchaki turamanda sizga aytaman, meni nima kiyinganimni aytib bering deyman. Unga aytaman, siz o'rtog'ingizni ko'zi, qoshi, sochini tasvirlab bering, mana bu so'zlarni ishlatib deyman. Hali men mavzuni aytmadim. Klassikada qanaqa? Bugun yozinglar, yozing. Yoz, daftaring qani bir so'z, ha? Ketdi. Klassikada shunaqa. Mavzu 26-sentyabr yoz. Keyin bittasini nima dedim senga? Ketdi anonga 5 minut, ha? Unaqa deyilmaydi. Hozir sirrazi anaqaga brainstormga o'tiladi, miyaga hujum. Siz qo'lingizdan kelgancha sizning egningizda qora pidjak bor deysiz. Keyin siz aytasiz, buni egnida oq ko'ylak bor deysiz. Kimdir yaxshiroq aytadi. Bo'ldi, o'quvchilar tushundi. Demak, bugun biz nimani o'rganar ekanmiz? Odamni kiyimini tasvirlash. Kim nima kiyingan? Menda bunaqa, bunda bunaqa. Keyin men unga instrumentlar beraman, mana foydali so'zlarni beraman. Keyin ingliz tilidagi yozilgan, zapis qilingan muloqotlar bo'ladi, audio materiallarni eshittiraman. Mana britanliklar qanaqa gapiryapti kiyim haqida, sizni tengqurlaringiz eshiting deyman. Unga doir mashqlarni bajaradi. Shunaqa qilib dars tugatib qo'yamiz. Men nimaga amin bo'lishim kerak oxirida? Har bir o'quvchi kimisidir yaxshi, kimisidir yomon, o'sha o'zi boshqasini kiyimini tasvirlab bera olayotgan bo'lsa, men maqsadga erishgan bo'laman. Nima demoqchiligimni tushundingiz-a? Demoqchi bo'lganim, voice metodi doim ishlaydi. Ya'ni nima demoqchiligingizni ayting, keyin ayting, aytadigan gapingiz, keyin nima deganingizni ayting. Bu darsning mustahkamlash qismi. Tushundingiz-a? Nima deganingizni ayting, bu mashqlar, haligi juftliklarda ishlash, guruhlarda ishlash bilan mustahkamlaysiz. Kimdir sal orqada bexabar qolib ketgani ham ozgina yetib oladi aniq. Uchala bosqich ham o'sha ilm haqida. O'tirib olib chisloni yoz, nimaga ko'k ruchkada yozmayapsan, sen nimaga qalamda yozsan, nimaga daftar yozmayapsan, varaqqa yozyapsan emas. Tushunyapsiz-a? Va albatta har bugun 8 ta darsingiz bo'lsa, 8 marta chisloni yozishdan mantiq nima? Ustoz keladi, yozing 26-chi. Bugun kim navbatchi? Tushunyapsiz-a? Ya'ni hamma har kuni chisloni yozish kerakmikin? Muhim emas u narsa. Shuning uchun voice metodi barcha zamonlarda ishlaydi. Faqat o'sha metodni instrumentlari bor-ku, zamonga moslab ishlaydi. Zamonga moslab ishlagan o'sha fizika ustozimni Tanjani sog' bo'lsin, shu kishini. Ya'ni aytmoqchisizki, nazariy bilimlarni ham obrazli qandaydir topish kerak-da. Ya'ni izuminka topish kerak, nimadir. Klassikada qanaqa? O'sha klassik fizik ustoz aytadi, yozinglar gazlar va ularning xossalari deydi. Ta'rif. O'ta muhim qoida, yoz. Uni esingdan chiqma, yoz deydi-da, boshlaydi. Gazlar, bir narsa ilmiy terminlar bilan ketadi. U ustoz biladi bu gaplar chiqib ketishini, yozsak ham chiqib ketishini bilgani uchun u bir kun avval aytib qo'yapti. Yarim butilka tutun olib kelinglar deb.
bir kishi olib kelsa ham yetyapti unga. Men olib keldim. Bir kishi olib kelsa ham yetyapti. Tushunyapsiz? Va o'sha misolida yarim butilka bo'lmabdi deyapti. Lekin men oxirida maqtov eshitdim. Молодец dedi. Siz mas'uliyatli bola ekansiz dedi. Chunki men yordam berdim. Chunki men olib kelmasam boyagi usul. Lekin aminman o'sha ustoz boshqa usulni qo'llab yuborardi agar zapasnoy usuli bo'lardi baribir. Lekin ko'ryapsiz nima bo'lyapti. Mana bu hozir o'qitilishi kerak. U odam u paytda oldinda yurgan edi. Yo'q, bizni o'qituvchimiz ham 90-yillarning birinchi yarmida o'qiganman. Fizika endi yo 6 yo 7-sinflar bo'lsa kerak. Inersiya hodisasi, diffuziyani, o'sha keyin Nyutonning 3 ta qonuni va hokazolarni shunaqa obrazli, jonli qilib tushuntirganki, haligacha masalan endi aynan ilmiy ta'rifi esimdan chiqib ketgan bo'lsa ham, lekin tushuntirib bera olaman-da. To'g'ri-da, mana shunisi to'g'ri. Ya'ni siz maktab o'quvchisi ilmiy ta'rifini bilishga majbur. Maktabning vazifasi emas. Maktabning vazifasi ba'ziviy tushunchani berish, kimdadir fizikaga chuqurroq qiziqishni uyg'otib qo'yish va uyg'onsa uni keyin yo'naltirish. U olimpiadaga borsin, keyin texnik yo'nalishlarga o'qishga kirsin. Lekin hamma ham unaqa bo'lmaydi, lekin minimumimiz bor. Minimum bazamizda o'sha diffuziya nima desa, hozir men ko'p suhbat qilgan ustozlarga men ham shuni savol beraman. Masalan, diffuziya hodisasini qanday tushuntirasiz desam, diffuziyada usullarni yaxshi qo'llashadi. Masalan, o'zimda sumkamda atirim bo'lsa sepaman-da deydi. Sepgandan keyin eshikka yaqin o'tirgan bolaga nimaga hidi kelyapti deyman deyapti. Juda zo'r usul, gap yo'q. Nimaga men mana bu yerda sepsam u yoqqa kelyapti. Lekin diffuziyani o'zini ham tushuntirib keting deyman. Fusion birlashish bir nechta narsani D degani zid ma'noni beradi. Birlashish emas, tarqalish deng shuni. Molekulalar tarqalib ketyapti. Kimgadir tez kelyapti, kimgadir sekinroq bo'lyapti, lekin sizga o'sha hid yetib boryapti desa, butun umrga siz endi o'sha ilmiy terminni ham eslab qoladi ma'lum darajada. Shuni aytaman, lekin buni tushungan bor, tushunmagani yana o'sha kitobdagi qoidani yodlaydi. Hozir siz farzandingizga, kichikroq yoshdagi farzandi bo'lsa, egadi yoki ot nima desangiz, ot bu so'z turkumi bo'lib, kim nima degan savolga javob beradi deb sharillatadi. Sharillatadi. Nimaga? Kitobda shunaqada. Keyin gap bo'laklarni o'rgatasiz. Ega nima desangiz, kim nima degan savolga javob bo'ladi. Gapning bosh bo'lagi hisoblanib, kim nima degan javob. To'xta. Tushunmayapsan, yodlab olgansan, amalda tushunmayapsan. Yodlab zo'r aytgandan ko'ra amalda mana bu gapni egasini topib ber desa, egasini topib bersa shu yaxshiroq. Yoki sen o'zing misol keltir shunga desa, misol keltira olsa, demak amalda maqsadga erishgan bo'ladi. Darsning maqsadiga erishibmiz. Lekin sharillatib aytib bergan bo'lsa, maqsadga erishgan emas. Boyagi savolingizga ana baholash tizimi deymiz-ku, bu bizning katta muammoyimiz. Assessment deydi. Butun dunyo o'qituvchilar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarida assessment, ya'ni baholash degan kurs o'tiladi. Baholash kursi bizda endi o'tilyapti, ayrim magistraturada o'tilyapti. Masalan, Websterga borsangiz, Websterda bor, jahon tillarini magistraturasida ham bor assessment. U hammada o'tilishi, u bakalavrda o'qituvchi bo'laman degan har qanday odam ilm berishni, bergan ilmini bolalardagi ilmni endi baholashni bilish kerak. Baholashning maqsadlarini. Masalan, men hozir siz matematika ustozi bo'lsangiz-da, Sevinchxon hozir 5-sinfdan 10-sinfgacha kitoblarni berib, sizga mana shu kitoblardan bittadan test tuzib bering, menga srochniy test kerak bo'lyapti desam, yaxshi test tuza olmaysiz. Siz zo'r matematika ustozi bo'lsangiz ham yaxshi test tuza olmaysiz. Chunki test o'zi nima uchun kerak? Baholash uchun. Baholash nima uchun kerak degan savolni qo'yasiz siz. Nima maqsadda test tuzdiryapsiz deyishingiz kerak. Nima maqsadda? Men aytaman, biz tuman olimpiadasiga bolalarni olib borishimiz kerak. Har bitta sinfda eng zo'r, hali haqiqiy matematik tafakkur qiladigan bolalarni saralab olishim kerak desam, siz shunga mos test tuzasiz. Sizni testingizda oson savol bo'lmaydi va javobi shundoq bitta yo'l bilan chiqadigan javob bo'lmaydi. Matematik tafakkurni ko'rsatib beradigan savollar tuzasizda, bitta sinfdan bittadan chiqsa chiqadi. O'shanaqa bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Yo'q, men sinfda har oy shunaqa test qilib boraman va sinfdagi
o'ta qoloqni ham, ikkichini ham, uchini ham, to'rtchini ham, beshchini ham ko'rsatib beradigan diagnostik test kerak desam, siz unda 5 ta savol bu daraja, 4 ta savol bu daraja qilib boshqacha tuzasiz. Natijada chunki birdan hammasini qiyin qilib qo'ysangiz, faqat 3 ta a'lochi 100 ball oladi, qolganlar 0 ball oladi. Hech kim 60-70 ball olmaydi, tushunyapsiz? 60-70 ga tortadigan salohiyatli bolani men ko'rmay turaveraman. Men o'ylayman, oq va qora ekan bolalarimiz deyman. Tushunyapsiz? Noto'g'ri diagnoz qo'yaman. Noto'g'ri diagnoz qo'ygan odam noto'g'ri davolaydi kasalni. Aytaylik, bolalar kasal deylik. Xuddi shunday baholashni anaqasi aslida baholash yomon narsa emas. Baholash nisbiy narsa, ya'ni o'sha siz kechagidan bugun o'zingizga nisbatan qanaqa bo'ldingiz? Shuni ko'rish uchun. Davolayotgan bo'lsangiz, analizlar olib turadi-ku orada. Va o'sha analizim natijasini faqatgina o'zim bilishim kerak. Ha, bu albatta bu Shifoxonadagi barcha bemorlarni oldida bu aytilishi kerak emas. to'ppa-to'g'ri. Bu madaniyatni bizga mana men oylik test qilamizda, asosiy fanlardan oylik test qilamiz va o'shani natijalarini ota-onasiga ham aytmayapmiz hozir. Nima uchun? Bolalar ko'chirmachilikka yo'l qo'ymasin deb. Chunki u biz uchun kerak. Oylik test o'zini testlari bor zotan, lekin men tuzdiradigan, mustaqil eksport qiladigan test bor. U nima uchun kerak? O'qituvchining effektivligi va qaysi bolalarga qanaqa yordam kerakligini bilish uchun kerak xolos. Uni qizartirish, ota-onasining oldida anaqa qilish uchun emas. Va bu madaniyatni bizga yana o'sha Mike Benson degan ustozimiz o'rgatgan. Hozir mana shu institutda ham, yonimizdagi universitetlarda ham shunaqa voqealar bo'lganki, ko'p katta bolalarni ota-onasini chaqirib, ota-onalar majlis qilgan holatlar bo'lganini eshitganmiz-da. Ya'ni voyaga yetgan insonlarni ota-ona majlis qilish qanchalik aqli raso ish, noto'g'ri bu. O'shanda Mike Benson nima qilardi? Mana yozgi imtihonlarda qanaqa chiqadi? Kod bilan sizni balingiz chiqadi. Falonchi va pistonchi chiqmaydi. Xuddi shunaqa edi. O'sha paytda edi. 2001 da kirgan bo'lsam, o'sha paytda o'sha quizlarimiz, midtermlar, imtihonlarni kod bilan chiqardi va aytardi, o'zing o'rtog'ingga aytsang muammo emas dedi, lekin men seni ismingni chiqarmayman, mana kodingni eslab qol, kodingga qarab bahoyini bilib yuraver derdi. Shunga o'tsak bo'ladi, ko'ryapsizmi? Bu umummilliy tarzda bo'ladigan narsa. Demoqchi bo'lganim, test nima? Nima uchun test qilinadi? Uni maqsadga muvofiqligi, yaroqliligi, keyin boyaginaqa siz aytgan huquqiy tomonlari, kim bilishi kerak, buni kim bilishi shart emas, mumkin emas degan narsalarni o'sha kursda o'rgatish kerak. Biz ustoz, o'qituvchi tayyorlaydigan pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bu narsalarni o'rgatmayapmiz-da. Magistraturada qisqacha assessment kursini o'tib ketilyapti. Yomon deya olmayman, lekin buni bakalavrda o'qitish kerak. Yana ham to'ldirib, menga desa 1 yil kamida o'qish kerak, 2 semestr. Va boya aytganim, o'qituvchilarni tayyorlashda konkret o'qituvchilikni o'rgatish kerak. Ana praktikantlar bor-ku, mana shu yerda ba'zi o'rtoqlarga salom aytib ketsam-da, mana Shohrux Ixtiyorovich degan bir shogirdimiz bor. Bir o'sha tanishingizga men rad javobini berdim va sizni xabaringiz bor bundan. Shohrux Ixtiyorovich, yaxshimisiz? Ya'ni nima bo'lyapti? Klassika bu ham. Shu bitta tanish bor edi, shu institutda o'qiydi ayoli, shu yordam kerak ekan praktika masalasida dedi. Marhamat kelsin dedim. U qiz hujjat ko'targan, mana shunga qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Ya'ni menda shu qiz praktika o'tadi degan hujjatga imzo qo'yib berishim kerak. Men aytdim, men siz haqingizda hozir yolg'on guvohlik berishim kerak ekanda dedim. Men birinchi tushunmabman. Bo'ldi, hozir zavuchga biriktiraman, sizni necha kun praktika qilishingiz kerak desam, yo'q, praktika o'tib ketib bo'lgan dedi. Ana uni dedi, shuna imzo qilib bersangiz, yo'q, men unaqa qilmayman dedim. Eri bilan kelgan, eri shokda, ya qanaqasiga, ya'ni nimaga tanish bo'lsa-yu o'zbekchilikda qanaqasiga deyapti-da. Shunaqasiga dedim. Keyin u qiz rus tili adabiyot fakultetida o'qigan, rus tilini rasini bilmas ekan. Keyin men aytdim, men o'yladim, praktikant bo'lsa, как раз praktikada o'zim ham shaxsan ishlayman-da, hali nimadir o'rganib ketsin, 3 kun bo'lsa ham narsa o'rganib ketsin deymiz. Mana profi universitetdan juda ko'p borishadi va bittasiga ham hali shunchaki kelmagani uchun qo'yib berib, hali imzo qo'yib bergan nimamiz bo'lmagan. Biz nimalar hamkasblarimiz bilishadi. Lekin agarki
qilmagan bo'lsa-yu, kelmagan bo'lsa-yu qo'yib yurmasangiz, ana tanish orqali keldim deb eng yomon odam sizsiz-da. Ha, Aytganini qilmasangiz. shunaqa keladi. Men ularni tushunaman. Nima boyagi boshida gaplashdik, maqsadi boshqa, maqsadga muvofiq ish qilyapti, lekin bizni maqsadga muvofiq emas, xafa bo'lmanglar deb chiqaramiz. Ular ham xafa bo'lmaydi, chunki bizni o'sha tanishlar ham bizni prinsipimizni tushunib olishgan. Ular aytadi, bor yordam bersa beradi, men bilmayman deydi. U ham o'zini jinniga soladi, men masalani mohiyatini tushunmabman deydi. Men o'ylayapman shu praktika qilishim kerak, joy qidiryapman desam, mana yaxshi maktab bor degan. Ko'p bo'ladi bunaqasi va har doim yaxshigina chiroyli qilib yo'q deb qo'ya qolamiz. Chunki o'sha sen praktikani nima uchun qilishing kerak? Tajriba oshish uchun. Bo'ldi, seni shu kasb boqish uchun normal o'qigin, nima qilasan boshni qotirib. O'qi odamga o'xshab. Rahmat Xurshid Shavkatbekovich, Sevinch sizga ham. O'ylaymanki, juda foydali va ratsional, pragmatik fikrlarga boy, amaliy fikrlarga boy suhbat bo'lyapti. Sizdan bevosita amaliyotchi sifatida, masalan, suhbatimiz so'ngida aytish kerak bo'lsa, o'qituvchilarga, ota-onalarga va o'quvchilarga bittadan bir qanday bir tavsiya deymizmi, gap aytgan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda ota-onalarga yuzlanaman. Bu yangi narsa aytmayman. Siyqasi chiqqan narsa. Bolani tarbiyalash deganda bolani tarbiyalay olmaysiz, bolaga faqat o'rnak berasiz. Faqat o'rnak berasiz. Siz o'sha bitta konfetni yeb qog'ozini tashlasangiz, bolangizdan qanaqadir odobli, ekologiyaga do'stona yondashuvchi odamni kutmang. U ishni qilmaydi u. Oladi, yeydi, tashlaydi. Siz liftda cheksiz, u ham chekadi. Rulda ketyapti, so'kinsiz, rulda ketib so'kinish norma deb hisoblaydi. Ya'ni siz o'zingizdan oshmaydi bola. O'zingizdan uzoqqa bormaydi. Shunday ekan, haligi ko'p bo'ladi-ku, Facebookda ko'p aytishadi. Bolalar yomon bo'lib ketdi, maktabga mana bu narsani fan qilib kiritish kerak. Bolalar yomon bo'lib ketdi, tualetda o'zini qanday tutishni bolalarga maktab o'rgatish kerak deydi. Yo'q, bu o'ta sodda narsalar bu narsalar. O'ta sodda narsalar va bu xulq-atvor bilan o'rganiladi. Ko'ramiz, atrofimizni ko'ramiz va shunga biz taqlid qilamiz xolos. Buni men aytmaganman, buni tarix aytgan va donolar buni yozib qo'ygan xolos. Ustozlarga aytardimki, yangi zamon umuman boshqa zamon, yangi insonlar, boshqa insonlar, hamma narsa mohiyatan bir xil qolgani bilan shakllanish shamoyili bo'yicha o'zgargani uchun siz o'sha yangi zamon shakliga, shamoyiliga, prinsiplariga, ayniqsa dars berish, o'quvchilarning vосприятие deydik-ku, boya qabul qilish formatiga moslashmasangiz, yo'ldan chetga chiqib qolasiz, bu muqarrardir. Shuning uchun shunga moslashib, yangi zamonni chaqiriqlarini qabul qilgan odam hech qachon o'qituvchini oyligi nech pul bo'ladi, qachon oshadi degan savolni bermaydi. Unaqa savolni bermaydi. Menga shunaqa o'qituvchilar kelyapti, shartini qo'yadi. Menga mana shuncha berasan, boshqachasi kamiga rozi emasman deydi. Qoyil qolaman, gap bo'lishi mumkin emas. O'zi hech qaysi sohada unaqa emas. Hech qaysi sohada o'zini oyog'ida zo'r turgan odam hech qachon palonchilarning oyligi qachon oshadi demaydi. Ya'ni u kimnidir oylik oshirish qarorida tobe bo'lmaydi. O'sha tobelikdan chiqish sizni qo'lingizda. Ya'ni siz zo'r bo'lasiz, chiqib ketasiz. Zo'r bo'lmasangiz, o'sha tobelar ishlaydigan shart-sharoitda o'sha shart-sharoitni belgilab qo'ygan odamlarni o'rnatgan narxiga ishlaysiz. Siz o'zingiz shunga ko'nyapsiz. Boyagi praktika o'tamasdan qo'l qo'ydirib ketib, boyagi referat yozdirib, ChatGPTga anaqa qildirib, ilmiy ish qildirib o'zingiz qilyapsiz. Siz o'zingiz bunga imzo chekyapsiz. Men butun umr ikkita qaror chiqaruvchini belgilagan oylik ishlashga roziman deb imzo qo'yapsiz. Marhamat, butun umrga shunaqa bo'ling, lekin unaqa bo'lishni xohlamasangiz, yangi zamonni chaqiriqlarini labbay deb qabul qiling. O'quvchilarga men hech narsa demayman. Ular baxtli bo'lsin, omon bo'lsin, ko'zimizni quvnatib yursin. Bularni men hech qachon ayblamayman. O'quvchilar eng kamida men o'zimni 90-yillardagi o'quvchilik davrini eslasam, bular bizdan yaxshiroq. Bular bizdan yaxshiroq, va aqlliroq, uquvliroq. Faqat nimadir tomoni boshqacha bo'lgani bu yomon degani emas.
Ularni nimadir kuchli tomoni bor, nimadir zaif tomoni bor. Endi bizni kuchli qilgan narsa zamoni zayli ham edi-da. Chunki bolalikda Sovet davrini ko'rdik, keyin 90-yillar og'ir davrlar, keyin birdan texnologik rivojlanishni ham ko'rgan avlodni siz to'kin ancha to'kin. Hozirgi kambag'al ham 90-yil bilan kambag'al bilan solishtirib bo'lmaydi-da. Solishtirib bo'lmaydigan narsalarni solishtirmoqchi bo'lyapmiz. Shuning uchun bolalarga chaqirig'im yo'q, faqatgina omon bo'lishsin. Shu zamonga mos bo'lib, sog'lom bo'lib o'ssin. Rahmat. Haqiqatan o'quvchilarda hech qanday ayb yo'q. Bir mashhur aktyor aytgandi, men xamirman. Rejissyor mendan non yasasa nonman, boshqa non mahsuloti yasasa o'shani shakliga kiraman degandi. Shu ma'noda o'quvchilar bu ota-ona va o'qituvchilarning qo'liga qaragan, ulardan qanday bir insonni shakllantirish, yetishtirish bu ko'proq kattalarga bog'liq. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlarga yana bir marta kattadan katta rahmat. Like bosing va kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringni yozib qoldiringlar.